Futbol sharhlovchisi bo'lish nimani talab qiladi? Ya'ni bilaman, aytishim mumkin, aytmayman. 90 minutlik sharhi o'ylagan odamga o'zi vahima bosadi-da. Zo'r ta'kidlab o'tdingiz. Men qo'shilaman. O'sha paytda men sochilib ketay dedim. Qanchalik zo'r sharhlovchi bo'la oladi, bu asosiy o'sha masala, muammo desa ham bo'ladi. Romani biz Rim deymiz, chunki Rim shahrini italyancha atalish. Bu nima, sharhlovchilikmi yoki yo'qmi? Urg'usini boshqacha qo'yib aytdingiz-da. Mana siz klassiksiz. Sizga o'sha 10% O'zbekiston termalarini o'yinlarini sharhlash qiyin masala. Tefor. Ertaga Osiyo Kubogi bor. Osiyo Kubogi Futbol o'tdi faqatgina gol. barqaror o'sha iboralar bilan bezab chiroyli qilib ketsa, Xohlasanglar cheran gapiringlar, xohlasanglar cheran yozinglar. Men cheran deyman. Assalomu alaykum. Sport musobaqalari, shu jumladan futbol o'yinlari translyatsiyalarini sharhlovchilarsiz tasavvur etish qiyin. Maydondagi bo'layotgan voqealar qanchalik qiziqarli bo'lishi sharhlovchilarga bog'liq. O'yindan, maydondagi voqealardan oladigan taassurotlarimizda soha vakillari, sharhlovchilarning ahamiyati juda katta. Bugun Klassik futbol loyihasi podkastida taniqli futbol sharhlovchisi, sport jurnalisti Otabek Jo'rayev mehmon bo'ladilar. Otabek aka, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Nodir aka, assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun rahmat. Otabek aka, televizor qarshisida sport o'yinlarini, shu jumladan futbolni ko'rib o'tirgan muxlisda beixtiyor bir savol tug'iladi-da. Shu o'yinni, shu matchni ko'rayotganda shu studiyadagi sharhlovchi o'rnida bo'lib qolsam, o'sha studiyada bo'lsam, o'sha mikrofon, o'sha monitordagi o'yin yoki bevosita stadionda o'tirib sharhlay olamanmi? Qanchalik qo'limdan keladi yoki ayni shu vaziyatda nima degan bo'lardim? Qanday sharhlagan bo'lardim deb xayolidan o'tadi beixtiyor. Va ayrimlar bolalikdan orzu ham qiladi. Masalan, futbolga bo'lgan o'sha mehr muhabbatda ketidan sharhlovchi bo'lsammikan degan bir orzu ham bo'ladi-da. Savol: futbol sharhlovchisi bo'lish nimani talab qiladi? Qanday ko'nikma, qobiliyat yoki aytaylik shaxsiy xislatlarni talab qiladi? Xo'p, shu joyda Xase Kapablanka bu shaxmat bo'yicha 3-jahon chempionini sitatasi bitta bor, nazarimda o'rinli bo'ladi, uni eslab o'tsak. Ya'ni Kapablanka degan deyarli любой odamni shaxmat o'ynash o'rgatsa bo'ladi. Faqatgina yaxshi o'sha shaxmat o'ynash o'rgatish juda ham qiyin. Ya'ni balkim o'sha sport ustasi bo'lishi mumkin. Balkim birinchi razryadni qo'lga kiritishi mumkin, ammo o'sha jahon chempioni bo'lish bu kimgadir nasib etdi. Mana 15 tami, 17 tami o'sha jahon chempionlari bor yoki masalan xalqaro toifadagi grossmeyster bo'lishi bu juda ham qiyin masala. Nimaga hozir shuni men esladim? Taqqoslasa bo'ladi, sharhlovchilik men eploliymanmi? Shunaqa savol sizda tug'ildi, agarda shu muxlislar kuzatayotgan bo'lsa va to'ppa-to'g'ri aytib o'tdingiz. Ko'p kim men hayratda edim. Masalan, misol men sharhlovchi bo'laman deb shunaqa umidim yo'q edi, xohishim yo'q edi. Tasodifan endi Allohning irodasi bilan shunaqa bo'lib qoldi. Taqdirim shu ekan. Lekin shu joyda nima etsa bo'ladi? Sharhlasa bo'ladi. Qila oladi, faqatgina qanchalik zo'r sharhlovchi bo'la oladi, bu asosiy o'sha masala, muammo desa ham bo'ladi. Xo'p, endi savoliga o'tadigan bo'lsak, nima desa bo'ladi? Ko'p narsa kerak aslida. Masalan, hozir 3 ta asosiy qanaqadir narsalarni aytishim mumkin. Ya'ni masalan, futbolni bilish kerak, qoidalarni. Bu futbolmi degani nafaqat o'yinini o'zini qoidalarini bilish kerak, balkim o'sha hakamlarni, ular qanaqa qarorlarni qabul qilishadi, ularni o'sha maktabidan o'tish kerak. Bundan tashqari, misol reglamentlar degan narsa bor. Ko'p futbolchilar reglamentni bilmaydi, lekin sharhlovchi reglamentlarni yaxshi bilish kerak, qoidalarni bilish kerak, qancha ochko beriladi, kim keyin bosqichga chiqadi va hokazo, nyuanslar bor.
Bundan tashqari yana masalan odamni tilli boyligi bo'lishi kerak va hokazo juda ham ko'p masalan punktlar bor. Va shu joyda endi qisqacha o'zingiz aytdingiz, qisqacha javob bersangiz, nazarimda hozir boshqa taqqoz bo'ladi. Shahlovchilik bu rus tilida ibora bor, beks-препятствий, o'zbek tilida to'siqlar bilan yugurish bo'ladimi? To'ridan o'sha beks-препятствий degan narsa bor-da. Mana shahlovchilik xuddi shunaqaga o'xshagan narsa. To'siqlar osha yugurish. Ana, xuddi shunaqa. Va shu joyda nimani aytmoqchiman, odam oliy ta'limga ega bo'lsa, unga osonlik qiladi shu narsa. Juda ham osonlik. Masalan, mana endi men ko'proq Rossiya shahlovchilarini kuzatardim. Sobiq ittifoq paytida siz ham o'sha Ozerov, Maslachenko, Maharadze ularni eshitib yurardingiz, to'g'rimi? Periturinlar bo'lgan va keyingi masalan Mavlod Mayorovlar kelgan, Rozanov, Utkin bu уже keyingi avlod va bugungi kunda masalan yoshlarni gapiradigan bo'lsak, deyarli hammasida, adashmasam hammasida o'sha oliy ta'lim bor. Bizda ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni bu nimani beradi? Bu senga beradi, o'sha hamma aytgan narsalar bor-ku, shu deyarli har bir narsalarni beradi. Bu xuddi o'sha odam armiyada xizmat qilganidan keyin 2 yil xizmat qildi-da, undan keyin boshqa masalan qanaqadir sohalarga borib ishlasa bo'ladi. MVD bo'ladimi yoki o'sha davlat xavfsizlik xizmati bo'ladi va hokazo. Ya'ni bu yerda uni qanaqadir o'sha boshlang'ich podgotovkasi bor. Shu narsa va xuddi shunaqa narsa agarda oliy ta'lim bo'lsa, ma'lumot bilan ishlash, tilni masalan o'qiydi-ku baribir kitoblarni. Keyin ekzamenlarni topshiradi. Bu ham sinov, bu ham ekzamenga o'xshagan narsa. Bu kabi o'sha qiyoslab qilib ko'rdim, bilmadim o'xshadimi yoki yo'qmi, lekin aslida shunaqa. Ya'ni narsalar, talab qilinadigan narsalar kam emas, ancha muncha ko'p. Va asosan endi eng asosiy narsa bu futbolga mehr bo'lish kerak. Chunki bizning masalan sohamizda agarda qaradigan bo'lsak, ko'p kim o'ylaydi, odam shu jurnalistikani bitirish kerak yoki filologiyani bitirish kerak, ya'ni o'zbek tilida sharhlasa filolog bo'lish kerak yoki rus tilida sharhlasa rus tilini Pushkindek bilish kerak. O'zi aslida shunaqa emas, lekin mehr bo'lsa, bu degani xizmat bo'lishi mumkin, xizmat yo'nalishi, injineriya bo'lishi mumkin, injener yoki masalan men Toshkent axborot texnologiyalar universitetini bitirganman. Mani yo'nalishim bu dasturchilik, programmirование, dasturlik, keyin yana nima? Axborot texnologiyalar, axborot xavfsizligi va hokazo. Ya'ni futbolga hech qanaqa aloqasi yo'q. Umuman, faqatgina futbolga aloqam. Ana hozir mana bu retro rasmlarga qarab o'tiribman. Masalan, Michel Platini 3 karra oltin to'p sohibi yoki Maradona oltin to'p bo'lmasa ham, lekin o'sha jahon chempionatini qo'lga kiritgan, ayni o'sha uni hissasi 90% ham desa bo'ladi. Pele, Roberto Baggio, bularni ko'rib, bular bilan birga o'sib, ta'sirlanib. Shunaqa. Bu sohaga kirganingda, nimalar kerak? Masalan, bu. Ketdi уже o'rganishni boshlading. Eplading. Avtomobilga guvohnomaga o'qiganimda instruktorim hammamiz bundan o'tganmiz. Ko'chaga birinchi haydab chiqasiz-ku, birinchi mandrash, oyoq qaltiragan, qo'l qaltiragan, atrofda signal chalishgan, qoidalarga xalaqit qilmagan reaksiya yo'q. O'sha kuni men instruktorim aytdiki, yo'lda deganida haydovchi inson sifatida tabiatan qanaqa bo'lsa, yo'lda ham shunaqa dedi. Shuning uchun hammaga hayron bo'lmang. Hammaga jahlingiz chiqmasin. Odam tabiati qanaqa bo'lsa, rulda ham o'shanaqa haydovchi dedi-da. Menda savol tug'iladi. Mana hozir biz shaxlovchilar haqida mavzuni boshladik. Qanday bir xislatlar talab qilinadi? Endi to'g'risini aytish kerak, men hozir oldindan aytib qo'yaman. Suhbatimiz boshida bugun shu yerda biron bir shaxlovchiga, misol uchun sizni birorta hamkasbingizga nisbatan bir manzilli tosh otish, nafsoniyatiga tegish yoki bir yomon qora salbiy bo'yoqlar tortish fikridan uzoqman. Shaxsan menda unaqanaqam yo'q. Unaqa niyatim yo'q. Yoki muhokamaga olib chiqish yomon bir misol bilan. Lekin Otabek aka, hammamiz shax ko'ramiz. O'zimizning o'zbekistonlik shaxlovchilar. Chunki o'zimiznikida baribir. Hozir internetda ochsangiz millionta shax, millionta kanal, telekanal bo'lmasa ham internet kanallar bor.
hamma musobaqalarni berib yotibdi. Baribir o'zimizning sharhlovchilarga odam ozgina kuyinadi-da, xatolarni ko'rib yoki boyagi men boshlagan mavzu efir etikasi. Efir etikasi. Ba'zi sharhlovchilarga qarab o'zini xarakteri bilan, o'zini bir fe'l-atvori bilan keldi degan tasavvur ham paydo bo'ladi-da. Misol uchun aytaylik, bir o'yin bo'ldi, bu Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan edi. O'zbekiston Toshkentdagi o'yin. Shunda sharhlovchimiz raqibga penalti berdi. Penalti berdi. Hozir bilamiz, bitta vaziyatda 50 marta, 80 marta ko'rsatadi. Kerak bo'lsa qo'shni galaktikadan ham olib ko'rsatadi-da. Endi hamma ko'rib, futbol tushungan odam biladi, penalti bor yoki yo'q. Penalti bor edi. Hakam o'sha yerda turib penalti berdi. Penaltidan gol urdi raqib. Yana qaytadi-yu 5 daqiqa, 10 daqiqadan keyin boyiga eslatadi-yu, boyi penalti bo'ldi, ko'rib qo'yinglar yana debchi, boshqa rakursdan. Penalti bordi, Otabek aka. Sharhlovchimiz penalti berish shartmidi? Yana boyi 3 marta aytdi. Menimcha bermasa bo'lardi-ku. Endi hakam bersam bo'lardi, bermasam bo'lardi demaydi-da. Qoida bitta baribir. To'g'rimi? Butun insoniyat uchun, butun futbol hamjamiyati uchun. Keyin boshqa epizod. Shomurodov jarima maydonchasiga kirganda yiqildi. Urildi, turtildi, yiqildi. Endi tribunada o'tirgan muxlis o'rnidan turib ketadi. Sudya, penalti-ku deb baqirib ketadi. U muxlis. Sharhlovchimiz penalti bermadi. Chunki penalti yo'q edi. Penalti bersa bo'lardi-ku. Bizning tarafda endi. Sal adekvatlik kerak emasmi, Otabek aka? Bar qoida, birinchidan qoida bor. Qoida hamma uchun barobar. Bizning jamoa uchun ham, bizning raqib uchun ham. Keyin o'zini prioritetlar bilan kelish sharhga. Keyin buni ustiga hozir oxirgi paytlar ko'paydi. Ayniqsa xususiy kanalda ba'zi sharhlovchilarimiz ozgina efir etikasidan chiqib ketgandek bir tasavvur paydo bo'lyapti-da. Nostandart jumlalar, ozgina qitimir gaplar, tub negizida kimgadir tegadigan joylari bor-da. Keyin qichqirish. Nega qichqirishadi efirda? Gol bo'ldi, baqirish emas, ovozni ko'tarish emas. Aynan juda xunuk ovozda qichqirish. Nimaga? Yoki savol tug'iladi. Misol uchun hozir bunda kesib olib internetga chiqadi-yu, reelslar, shortslar degan narsa bor. 58 minut, 1 minut, 1 minut 10 sekund. O'sha joyni shunda kesib olib qo'yib yoki prosmotr uchun qilishadimi buni? Nimaga bu narsa keskin ko'payib ketdi? Otabek, shu narsaga siz e'tibor berasizmi? Xo'p, Nodir aka, savol juda ham uzun ekan. Deyarli 3 ta savol bor. Savolingizdan kelib chiqqan holda 3 ta savolni men topib oldim. Bir, men shunaqa juda ham chuqur tahlil qilmaganman. Ha, masalan, ruscha zabon sharhlovchilarini men eshitganman, lekin bu yerda ikkita periodim bor. Birinchi periodim bu oldin mana ba'zi sharhlovchilarni bir ikkitasi bo'lgan. O'zi aslida bitta, familiyasini aytmayman. O taniqli sharhlovchi Metr bo'lgan. Uni sharhlari menga yoqmagan. Lekin sharhlovchilik sohasiga kirganimdan keyin men o'zimni pozitsiyamni o'zgartirdim. Nega desangiz, chunki men bu masalan sohaga boshqa tomondan uje qarashni boshladim. Masalan, o'rmondan tashqaridan turib qarab, o'rmon boshqacha sizga tuyuladi. Lekin o'rmonning ichiga kirsangiz, u mutlaqo boshqacha. Uje havo ham boshqacha bo'ladi va shunaqa narsa. Endi o'sha tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha joyda misol, siz hozir aytyapsiz, baqirish efir paytida. Menda shu narsa bor. Men o'zi 2015-yilda agarda birinchi marotaba sharhga kirgan bo'lsam, aslida bu O'zbekistonda xislat nazarimda menda juda ham ko'p uchratilarda va endi bilmadim, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin bu to'ppa-to'g'ri siz aytib o'tdingiz, o'sha efirga kirayotganim, o'zi efirga emas, shu savolingizga o'tayotganingizda aytdingiz, odamning o'sha tabiati, odamning fitrasi qanaqa bo'lsa, sharh ham shunaqa bo'ladi. Shu mashinada shunaqa bo'ladi. Pareto prinsipiga ko'ra 80 ga 20, o'zi 80% shunaqa bo'ladi. Balkim 90% ham. Va o'sha qatoriga kiraman. Lekin ba'zilar bor teskari. Masalan, efir paytida sizga balkim yoqmasligi mumkin. Uni o'sha masalan yaqindan bilib olsangiz, siz juda ham yoqadi, u siz o'sha inson. Masalan, shunaqalar ham bor. Men baqiraman. Nimaga shunaqa bo'ladi? Menda chiqadi, bilmadim. Lekin meni hamkasbim bor, u to'g'ri aytadi.
Otabek Jo'rayev efirda baqirmaydi. Men просто ovozim shunaqa chiqadi. Masalan, opasniy moment, udar, gol bo'lib qoladi-da. Efirda звукорежиссерлар, ovoz rejissyorlar ishlash kerak-da o'sha joyda. Ulgurmaydi, yana nimadir bo'lib qoladi, lekin masalan bu uslub yoki kimgadir yoqadi yoki yoqmaydi. Xo'p, bu o'sha baqirish haqida. Ya'ni masalan, agarda shahlovchi baqirsa, nazarimda bu yomon emas. Nazarimda bu o'rinli bo'lsa, bu yaxshi. Ayniqsa bizani milliy termamiz yoki bizani o'sha O'zbekiston jamoalari, masalan, xalqaro turnirlarda ishtirok etganida bu juda ham o'rinli deb o'ylayman, chunki bunga hozir qaytamiz. Shu ikkinchi savolga o'tsak. Ikkinchi o'rtadagi masala adekvatlik. Meni hamkasblarim 99% adekvat. Faqatgina bu masala nazarimda o'sha xolislik desak, balkim o'sha yaqinroq bo'ladimi? Endi biz shahlovchilar bo'lganligimiz uchun rangga o'sha оттенок beramiz. Men qizil desa bo'ladi-ku, bo'ladi, lekin o'sha joyda masalan Coca-Cola rangi deb olsangiz, sal ajralib turadi qizil rangda. Xolislik. Xolislik bo'lish nazarimda kerak. Men o'zim uchun shu narsani talab qilaman. Lekin agarda bizani o'sha jigarlarimiz o'ynasa, xolislik adashmasam menda kamdan kam yo'qotaman bu xislatni, lekin o'sha xolislik ketishi mumkin. Chunki o'sha joyda masalan men O'zbekiston termasi o'ynaganida men o'zi efirda shahlovchi bo'lmayman. Men o'zi bilaman shu narsani nimaga. Bu qayerdan biladi? Xolislikda emas. Ya'ni bizani darvozamizga penalti beriladigan bo'lsa, aytaman o'sha joyda, borini aytaman. Chunki meni qoidam, asosiy qoida rus tilida aytaman, лучше 100 раз проиграть честно, чем один раз выиграть нечестно. Bu meni qoidam. Farqi yo'q. Bu sani masalan termin bo'ladi, sani masalan ota-onang bo'ladi, sani farzanding bo'ladimi, qo'shning bu, ulpating, o'rta adolat bo'lishi kerak. Bu eng asosiy narsa, bu adolat. Bu bizda bor edi har doim. Endi futbol muxlislarida ko'p kimda shu narsa yo'qotilgan. Shu joyda o'yin ketayotganda nima uchun men shahlovchi emasman? Shahlovchi futbolni shahlash kerak. To'p qayerda? Masalan, ko'pib aytadi, men o'zim ko'raman, to'p o'ng qanotda. Bu gapirsa gapiraveradi. Bitta muxlis 10 ta bo'lishi mumkin. Lekin bu shahlovchilarning qoidalaridan biri. 80% ga 90% ga bu narsa kerak. Kerak. Мяч с правой стороны, атака по правому флангу, прострел, штрафной удар, гол, masalan. Bu sharh. O'zbekiston o'ynasa, agarda hujum bizaniki bo'lsa, по правому передавай, бей поворотом. Уже bu nima? Уже muxlislarning anaqasi kiryapti-da. Chunki sana shu golni kutyapsan. Давай, bey, что ты? Chiqishi mumkin. Yoki raqibimiz hujumga ketayotgan bo'lsa, опасно по правому прострел, надо выходить на опережение. Misol, anaqa gapirish kerak efirda. Hujum bo'lsa, bizani darvozamizga. Tefor. Bu nima, shahlovchilikmi yoki yo'qmi? Nazarimda bu shahlovchilik emas. Lekin o'zimga o'sha talab qo'ygan nimdan kelib chiqqan holda, lekin o'sha vaziyatda muxlislar seni tushunadi, ko'p kim. Chunki u ham shu ahvolda-da. Chunki bizani termamiz o'ynaganda mana Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdik-ku. Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynaganimizda hujumda o'yin qovushmadi. Endi biz baribir o'sha durang natijaga haqli edik, lekin O'tkir Yusupov turib berdi, zo'r turib berdi. 4 ta vaziyat qutqarib berdi. O'sha joyda siz nima his qildingiz? O'zi ichingizdan o'tgan. Men efirda shahlayapman. Zarba beryapti, so'nggi daqiqada zarba beryapti, qaytaryapti. Tefor, bo'lib ketyapti. O'zi aslida masalan Barselona bilan Real o'ynasa, yo'q bu narsa. Manchester United City, yo'q bu narsa. Juventus, Milan, Inter вообще farqi yo'q bu narsa. Hattoki men Superligada masalan Paxtakor, Nasaf, Navbahor, Andijon farqi yo'q kim bilan o'ynasa, chunki bu ichki mahalliy turnir xolislik bor. Umuman. Lekin termamiz o'ynasa, odamni shunaqa. Ya'ni men nima demoqchiman, muxlislar ham, siz ham Nodir aka shu narsani tushunishingiz kerak. Bu нам нужно давать молоко за нашу работу. Oldinda aytardiki, sobiq ittifoqda za vredность производства. Bu narsa qiyin. Aynan men uchun, men sizga ochiqcha aytaman. O'zbekiston termalarini o'yinlarni sharhlash qiyin masala. Chunki yurak bor-da, yurak bor. Masalan, men o'tiraman, spokойно, bemalol emotsiya bo'lmaydi-da shu narsa. Jigarlarimiz o'ynayapti. Odam boshqacha buni ko'radi, sharhlaydi. Lekin baribir o'sha aytganingizdek qaytsak shu momentga,
penalti bormi yoki yo'qmi? Qoidalarni bilasan, o'sha punktlari bor. Bu degani bitta omil amalga oshirilsa, penalti beradi. Yo'q, u 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin vaziyatga qarab. Kitoblarni o'qiymiz, seminarlarda ishtirok etamiz. FIFA toifadagi hakamlardan ularning maslahatini olamiz va o'sha hamma o'sha tizimdan ko'rib chiqqan vaziyatini ko'rbosan. Ko'p marotaba menda shunaqa bo'lgan. O'sha joyda aytaman penalti. Bizani darvozamizga konkret penalti hozir var borib ko'radi, beradi, belgilaydi. 90% o'xshaydi, shunaqa bermasa bermadi. Yoki masalan bizda nimadir bo'lib qolsa gol urdi-da, yaqiniga mana anaqa bilan Kafa Cupda finalda misol eronliklar 10 nafar bo'lib o'ynashyapti. 10 nafar futbolchi bo'lib o'ynashyapti. Bizanikilar o'sha 1,5 soat davomida hamma qarorlar var ko'rib chiqdi, to'g'ri bo'ldi. Xalqqa yoqmadi, lekin to'g'ri qaror. Var shu hakam to'g'ri olib bormadi, xatolar ko'p qildi, lekin var to'g'rilab ketdi. Shomurodov penalti tepayotganida penalti bor edi, 60 ga 40. 60 ga 40 bor edi, berdi. Lekin o'sha joyda efirda aytmadim, ichimda bor edi, shu narsa. Urmaganida zo'r bo'lardi. 11 taga 10. Qanaqasi bu? Qanaqadir, lekin ursa to'g'ri bo'ladi, halol bo'lardi. Lekin bo'ladi-ku ichimda. Urmaganida vaydadan spravедливо. Это справедливо. Adolat. Ya'ni mana bunaqa narsalar bo'lib turadi. Shu joyda mana siz savolingizga bu xolislik bu bilmadim qanaqa. U menda birinchi punktingizga qaytadigan bo'lsak, tabiatimda bor bu. Mana fitratim xuddi shunaqa narsa. Mana siz shaxlovchilarni juda ham chuqur borar ekansiz, ularni kuzatar ekansiz, detalligacha, hattoki o'sha etikani aytasiz. Ustozlarimdan biri o'sha Yuriy Albertovich Rozanov u aytganlar o'zi 3 ta o'sha yo'nalish bo'ladi deb, masalan, barda shaxlovchi, ya'ni bardaga yoki o'sha ko'chada odamlarni o'sha yig'ib katta monitor qo'yiladi. U hech kimga o'sha televideniyaga emas, odamlar kelishadi-da, oilaviy o'tirishadi, tam ulpatda o'tirishadi, ular kuzatishadi. Ikkinchi masala bu radio efir. Radio efir ajralib turadi boshqa efirlardan. Uchinchisi degan bu eng oliy daraja, eng oliy toifadagi o'sha sharhlovchilar bu televizioniy sharhlovchilar hisoblanadi. U yerda 3 ta yo'nalishda 3 ta har xil shartlari bor. Ya'ni efir paytida to'ppa-to'g'ri aytdingiz, etika masalasi, ya'ni biz efirda so'kinmaymiz, va umuman so'kinmaymiz. Alhamdulillah so'kinmaymiz. Lekin masalan efir paytida so'kinish mumkin emas. Barda Rossiyaliklar bor, menga gapirib berishgan, yoki Qozog'istonliklar bor, qanaqadir bar bilan zakaz qiladi, ular keladi, masalan, qaysidir klubi, Liverpool klubi muxlislari o'tiradi-da, ularni o'sha jamoani yonini olib, o'sha qanaqadir joylarda tam balkim futbolchiga bilmadim, tentak deb aytib mumkin. Qo'polroq so'zni aytib mumkin, bularga yoqadi. Efirda shu narsani ayta olmaysan. Va bu 3 ta как бы yo'nalishi bor. Hozir bu yo'nalishlarning soni ko'payyapti, yana nima desa bo'ladi? Efirlar ham har xili bor. Ya'ni efirlar shunaqa so'zlarni ishlatmaysan, lekin sobiq ittifoq paytida o'tda hattoki huzul o'sha hazillash juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak edi. Hozir bizda mana erkinlik bor anchadan beri, masalan. Keyin mustaqillikda ham o'sha nyuanslari bor edi. Men shu narsani ko'tarmagan, shu narsani tegmagan. Mani efirlarimda endi men hazil demayman, kinoya deyman. Rus tilida chotki ibora bor, ironiya. Ya'ni kinoyani sarkazm ham kinoyaga kirar ekan o'zbek tilida va hokazo. Lekin rus tilida ironiya bor, sarkazm. Sarkazm bu mayli hazil bo'lsa, lekin qora rangli hazil. Ironiya bu oq rangli hazil bo'ladi. Va shu joyda hozir bu narsa bor. Nodir aka, yoki yo'qmi? Efir paytida biz masalan hozir hazillashyapmiz, lekin 40 yil oldin Jahon chempionat paytlarida, men siz eslaysiz, sobiq ittifoq paytida shunaqa narsalar bo'lganmi yoki yo'qmi? Yo'q. Deyarli bo'lmagan. Deyarli balki qayerdadir bo'lgan, lekin deyarli bo'lmagan, chunki chotki protokol bo'lgan o'sha yerda. Ya'ni aytmoqchiman, o'zgaryapti, muxlislar ham o'zgaryapti. Keyin sani efiring hamma narsani to'g'ri qilsang, sal o'sha pressniy degan so'z tuzsiz bo'ladi-da efiring. Chotki qilding, hech kim hech narsa ayta olmaydi. Mazamat yo'q-da. Xuddi shunaqa. Ya'ni gapiryapti sun'iy intellektdek. Hamma narsa to'g'ri, 2 ga 2 to'g'ri. Asal 2 ga 2 to'g'ri bo'ladi. Qanaqadir aktyorlik qo'shgan, yana nimadir qo'shgan, qanaqadir o'tga joyga qiyos qilgan. Meni ustozim shu joyda. Bu yerda faqatgina uni me'yori bor. Lekin men o'sha 3 ta masalani endi men bilmadim, qo'ldan kelganicha mana hozir ko'rib chiqishga harakat qildim.
lekin o'zim uchun nima tushundim? Sharhlovchilarga mana xalq baho beradi. O'zi xalq qanaqa baho beradi? Sharhlovchilarga bu дело вкуса-da, did masalasi. Men shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni yoki yoqadi, yoki yoqmaydi. Yoqsa yoqdi, yoqmasa yoqmaydi. Sharhlovchilar o'ziga bir-biriga baho bersa, baribir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ayni meni hamkasblarim menga baho bersa, bu men uchun eng mana bu kerakli bo'lgan feedback. Masalan, rusiycha zabonlar berishadi masalan yoki o'zi meni hamkasblarim "Oka, bunaqa zo'r-da bu narsa." Biz javob reaksiyasi ya'ni ha, tomoshabindan. yo'q, tomoshabindan emas, tomoshabindan bindan bo'ladi, lekin ularda ko'proq 80% yoki yoqasa, yoki yoqmaysan. U o'sha tahlil qilib, siz hozir tahlil qildingiz. Qanaqadir dalillarni, argumentlarni keltirdingiz. O'sha yerda dalillar, argumentlar deyarli bo'lmaydi, ko'proq hissiyot bo'ladi. Manda ko'p shunaqa narsalar bo'lganda, ya'ni o'yin paytida nimadir yozishi mumkin. Biz hozir tanqidlarni aytyapmiz, o'sha yaxshilarni aytmayapmiz, tanqidlar. Lekin oradan vaqt o'tgach, agarda mana shu joyda adekvat degan so'zni ishlataman, adekvat bo'lsa, o'ziga kelsa, bo'lgan shu narsalar manda bo'lgan, meni tajribamda odamlar yozishardi-da, aytishardi, "Aka, ming bor uzr." Misol, Real bilan City o'ynayapti. "Aka, Realni muxlisi ekansiz." Bo'ldi, xo'p, ukam rozi bo'lgan. Ha, muxlisimman. Endi sporlashmayman, unga shunaqa ko'rindi. Lekin keyingi safar san sansirab, salom bermay, men sani ulpati emasman. 25 ga kirganmi balkim o'sha yigitcha. Men undan 20-25 yosh undan kattaroqman. Xuddi anaqadek, san protokol degan narsa bor-ku. Keyin oradan 1-2-3 kun o'tadi-da, yozadi-da, "Aka, uzr. Yana boshqatdan hozir ko'rdim o'sha, men prosta misolda aytaman, Realni muxlisiman. Menga shunaqa tuyuldi-da, что siz Cityni yonini oldingiz yoki teskari masalan. Siz men Cityni muxlisiman, siz Real yonini oldingiz deb shunaqa tuyuldi-da, hozir ko'rib chiqdim. Yo'q, aka, uzr." Bu adekvat muxlis. Shunaqa bo'lib turadi. U jarayon paytida uni tushunsa bo'ladi. Biz hammamiz shunaqamiz. Futbolchilarga baqirib boramiz-ku, "Sen nima qilding o'sha joyda?" Keras qarasang, yo'q, prinsipе, noto'g'ri o'ynamadi. Yoki hakamda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Gapirib tashlaysan-da, shunda повторlarni, takrorlarni ko'rasan, to'g'ri qaror qabul qildi-ku deb qo'yasan. Bu normalniy holat. Lekin bu Nodir aka дело вкуса. O'sha deyiladimi? Shunaqa deyiladimi? Дело вкуса. U did masalasi. Did masalasi-da. Чисто так, menimcha boshqa yo'q. Sharhlovchilar biza уже har tomonlama, ya'ni masalan, formatni bilish, so'z boyligi, to'g'ri reaksiya berish o'sha joyda. Qanaqadir qiyos keltirdi. Masalan, 86-yilda mana bunaqa narsa bo'lgan, hech qachon bo'lmagan. Mana aynan hozir o'sha takrorlandi. Tochkaga urdik, misol. Shunaqa narsalar, biza sharhlovchilar bir-birimizni o'sha kuzatayotganimizda shu men bunaqa aytardim, unaqa qilardim, unaqa qilmas edim, bizda bor-da, sal emas, ancha продвинутый. Bu baho men uchun mana shunaqa deb o'ylayman. Ba'zi sharhlovchilar balki boshqa fikrda, bittasi ham menga aytib o'tdi. Rossiya taniqli sharhlovchi aytdi, men boshqa fikrdaman dedi. Endi bu yerda to'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. Faqatgina sizga bodringmi, pomidor yoqadimi? Misol, sizga bodring yoqadi, menga pomidor. Masalan, yoki qovunmi, tarvuzmi? Xuddi shunaqa narsa. Buni ham yesa bo'ladi, buni ham yesa bo'ladi. Bu ham joiz, uni ham o'sha mumkin. Вообще problemalar yo'q. Nodir aka, nyuanslar bizani sohamizda nyuanslar kam emas, kasbimiz oson emas. Bizani termamiz yoki klublarimiz xalqaro turnirlarda ishtirok etganida bu alohidagi masala. Men hozir o'zim haqimda aytyapman, chunki aytyapman-ku, El Clasicomi, Der Clasicomi, Di Clasicomi umuman farqi yo'q. Bemalol menga bir jahon. Real Barcelona 50-50. United City 50, Arsenal Chelsea 50-50, Milan Inter farqi yo'q. O'zbekiston termasi o'ynasa, kirasan efirga, все, o'yin ketyapti, normalniy, keyin bosh. Telefon, mana panika emas, tashvishga tushib qoladi-da odam. Albatta, har bitta sharhlovchini, mana bugun bizning O'zbekistonda ham sharhlovchilar ko'paydi, yoshlar chiqib kelyapti. Har bir sharhlovchining o'z uslubi bor. Boya o'sha 40 yil avvalgi sharhlarni ham aytib o'tdingiz. Masalan, o'sha Nikolay O'zirovda, masalan, uni o'z uslubi bor. Nikolay O'zirov masalan taktik jihatlarga, o'yin tafsilotlariga qattiq berilmasa ham, unda pafos kuchliroq edi. Pafos mamlakat nomidan bir qanday bir
chiroyli ana qizil gaplar bo'ladi-ku, u kuchliroq edi. Maslachenko o'zi futbolchi bo'lgan, bilasiz, darvozabon bo'lgan, u tahlilga moyilroq edi. Tahlilga moyilroq edi va raqib jamoa zo'r kombinatsiya qilsa, bir hali muxlis tilida o'yinni yorib qo'ysa, tan berardi-da. Tan berib shuni ta'kidlab qo'yardi. Hali sobiq futbolchi sifatida aytyapman yoki sobiq darvozabon sifatida shuni ta'kidlamoqchiman deb qistirib o'tardi. Kote Maxaradzeda ham o'z uslubi bor edi, to'g'ri, ruscha chiroyli gapirardi, kavkazcha aksent bilan gapirardi. Unda jamoa uchun ichidan kuyinish bo'lardi. Yutqizsa, fojiaga aylantirmasida, dodvoy qilmasida yoki yutsa, muxlis sifatida, muxlis pozitsiyasiga o'tib, o'sha odob bilan, madaniyat bilan, u ham uni uslubi edi-da. Shu ham bir shu jihatlari ham tomoshabinlarda, muxlislarda shu shaxlovchiga nisbatan ancha mehrni uyg'otgan. Hammasini o'z uslubi bor edi. Keyin boya bitta jihatni ta'kidladingiz. Mana hozir Sharq 40 yil o'tdi, 45 yil o'tdi u davrlardan. Hozir zamon o'zgarib ketdi. Zamon juda intensiv. Juda intensiv. Shaxlovchi masalan studiyada o'tirganda men o'z tasavvurim bo'yicha ham yonida, misol uchun, telefonda o'tirib, hozir bo'lgan voqeani ham bilib o'tiradi-da. Masalan, efirda aytib yuborish mumkin. U paytda masalan o'zimizni Paxtakor o'ynaganda, o'sha 1-ligada 80-yillarda, keyin Oliy ligaga chiqdi. 2 kun, 3 kun oldin 2-ligada o'ynagan o'zbek jamoalarini hisoblarini aytib o'tirishardi. Chunki aytish kerak-da, bu ham nima deydi, efirda aytilishi kerak bo'lgan narsa. Bo'lsa 2-3 kun o'tib ketdi. Hozir shaxlovchi hozir bo'layotgan qandaydir bir yangilik bo'lib qolsa, efirda ayta oladi. Juda intensiv, temp oshib ketdi. Temp juda kuchayib ketdi. Keyin improvizatsiya masalasi. Bir chiroyli bir so'z chiqqan, hozir kreativlik, bizda ijodkorlik ham deyishyapti buni. Tarjima qilganda kreativlik, qanday bir yangilik qo'shish, qanday bir o'sha sharh mavzusi haqida gaplashayotgan bo'lsak, sharhga ozgina ijodkorlik qo'shish. Bir 2011-yil Osiyo Kubogida men shaxlovchini ismini aytmayman, o'zimizning o'zbek tilidagi shaxlovchi O'zbekiston o'ynayapti. O'ng qanotdan Aleksandr Genrix hujumga kirmoqchi, o'ng qanotdan kirmoqchi-da, ro'parasida himoyachi turibdi. Genrixni fintlar bor-ku, bir-ikki aldamoqchi bo'lib, shunaqa bir harakat qilib, ozgina pauza bo'lib qoldi. Shaxlovchi Genrix himoyachini aldamoqchi, hakamini ham deb qo'shib qo'ydi. Qarang, aslida futbol tushungan odam biladi-da, buni tagida qanaqa bir ironiya, boya aytganingizdek kinoya borligi. Chunki futbolchimizning o'sha o'yin uslubi, salohiyati, futbolchilik salohiyatiga bir ishora-da bu ham. Lekin joyida aytib ketdi shuni. Masalan, bu yomon narsa emas-da. Bu hali shaxlovchini ozgina o'sha ijodkorligi, ozgina vaziyatdagi topqirligi, bu ham masalan buni olqishlash mumkin-da. Hozir masalan muxlisga bu yoqadi. Haqiqatda men televizorda futbolni ko'rayotgan muxlis sifatida to'g'ri hozir tanqidlarni aytyapmiz, qaysidir joylari bizga yoqmaydi, norozi, noadekvatlik degan fikrlarni ham aytyapmiz, lekin muxlis sifatida baribir shaxlovchida ozgina ijodkorlik, ozgina masalan tilimiz ham boy, o'zbek tili juda boy, rus tili ham boy. Barqaror iboralar bor, крылатые фразы deydi rus tilida. O'shalarni qo'shib ketish joyida bor. Masalan, rossiyalik shaxlovchilarda bor bu narsa. Bu joyda qo'shib ketishadi. Bu sharhga bir bo'yoq qo'shadi. Boya siz aytgandek, ozgina bo'yoq qo'shadi. Ozgina yanada ham chiroyli qiladi. Yana ozgina jozibador qiladi. To'g'rimi? Bu narsa olqishlanadi-da. Endi shaxlovchilarimizda ham men ichimda shuni kutaman-da doim. Tahlil o'z yo'liga, raqamlar o'z yo'liga. Misol uchun voqeani analitikasi o'z yo'liga, lekin baribir o'sha siz boya aytgandek so'z boyligi, chiroyli jumlalar joyida, barqaror o'sha iboralar bilan bezab chiroyli qilib ketsa, qandaydir bir sharhga ozgina shira kirardi. Boya siz aytgandek mazamat-rasi ham sal maromida bo'lardi-da, sal jozibali bo'lardi demoqchiman. Shunaqa 100% qo'shilaman va o'sha aytganingizdek, oldin bu narsa bo'lmasa-da, Rossiyani hozir esladim. Vasiliy Utkin bor edi, o'zi birinchi aytiladi. Vasiliy Utkin o'zi bu ishlarni igroslov deyiladi, so'zlar bilan o'sha o'yin qo'rar edi-da. Bitta so'zni olib, qanaqadir mana
Fayzullayev CSKAga o'tganida hattoki u ham shu so'zni ishlatdi. Qayerda ishlatdi? Efirda emas, endi efirda ishlamagan-ku. Adashmasam o'zini kanallarida yozgan. Abbos keskin uzatmani amalga oshirdi. Bilasizmi qanaqa so'zni ishlatdi? Обостряющая передача. Ya'ni uni ismi Abbos. Rus tilida обостряющий degan bor, ya'ni keskin degan narsa обостряющий. O'sha ikkita bir-biriga qo'shib обостряющая передача qildi. Qancha bu o'sha aytganingizdek kreativ. Ya'ni balkim o'sha yoshlarda balkim bu narsa bor. Sharhga kirganida o'sha xonaga har xil iboralarni yozadi, balkim efirda ishlataman deb maqsadi kiradi. Lekin o'sha masalan o'sha tajribali sharhlovchilar yoki o'sha til boyligi bizda Xayrulla aka Hamidova aytib o'taman, uni shunday darajada o'ynatib yuboradi deb so'zlarni va zakovat o'yinini bilasizku? Zakovat o'yini. Bir necha marotaba shu bolalar yigitlar kelib savollar berishdi, aytishyapti, kanalingizni kuzatamiz. Sizni tam Xayrulla aka nega desak, efir paytida sizlarda shu narsa bor-da, so'zlarda shunaqa o'ynatib yuborasizlar-da, biz o'sha efirdan olib, keyin savol tuzamiz. Menga shu savolni bersa-da, men aytdim, men topmayman javobi. Men sizni sharhingiz. Men aytdim, qanaqa men sharh? Men mingta sharhim bo'lsa, xayolimda yo'q-ku. Sizni sharhingiz, ularda savol yozganda manba bor. Manbani tashlab berdim. Meni sharhim shu kinoyani men efirda ishlatdim-da, ishlatganim xayolimda yo'q. Aytganingizdek. Ularga yoqdi, kulib o'tiribdi. Masalan, shu narsa. Keyin yana bitta joy bor, dublyaj. Dublyaj. Ya'ni kinoni ko'rib o'tganingizda, masalan, Gollivud kinosi, New York 1987 god. Endi bizning paytimizda aytiladi, prishepkani burnini shu prishepkalar bilan yopib, shunaqa emasdi, Volodarskiy shamollagan-ku, shuning uchun o'zi tabiiy ovozi shunaqa edi. Dimog'idan chiqardi. Ha, shunaqa bo'lgan. Hech prishepkasi yo'q edi. Lekin men aytmoqchiman, men bugungi kunda qarasangiz, har bir aktyorni o'zini dublyaj anaqasi bor. Va shu joyda men dublyaj, menga o'zi ko'proq anaqa sharhlovchilar yoqadi-da, o'sha chiroyli ovoz dublyaj qiladigan, mana Hasan Turdaliyev bor, hamkasbim. U deyarli ba'zi joylarda xuddi dublyaj-dek qilyapti-da, o'sha sharhni eshitib olsam-da, xuddi ovozi anaqa. Men unga aytganimda Hasanga ana Toshkent axborot texnologiyalar universitetini bekordan bitirmagan ekanman. O'sha programmirование narsa bor-da, algoritm qilish kerak odam. O'sha bir-biriga o'xshaydigan narsani topib, shu taqqoslab, joy-joyga qo'yish kerak. Unga qarab aytaman, sizni jihatingiz, sizni sharhingiz, sizni uslubingiz aktordek desam, aktyorskiy kurslarni bitirgan ekan. Srazu topildi-da, chunki u sharhi boshqacha. Masalan, meni sharhim, assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, ketdi-da, informatsion. Uniki assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, o'sha pauzalar bilan tushuntira oldim-a, nyuanslar. Menga shunaqa juda ham yoqadi-da, xuddi dublyaj qilayotgandek. Bu ham uslub. Ya'ni uslublar juda ham ko'p. Kimdir mana kinoya qiladi, kimdir tahlil qiladi, aynan o'sha futbolda. Tahlil. Bu ham har holda bu ham o'sha injenerlarga, matematiklarga o'sha mos bo'lgan uslub, ularga yoqadi. Shuning uchun o'sha did masalasiga qaytsak, дело вкуса. Bunga bu yoqadi, unga bu yoqadi, bunga bu yoqadi. Sardor Rahimov futbolni sharhlamaydi-ku, deyarli sharhla, futzalni sharhlaydi, boshqa xokkeylar, sport turlari. Uni usuli Amerika usuli. Ya'ni o'sha Buffettlar bor-ku, announcerlar. Shuning uchun xokkeyga mos keladi. Futbolga nazarimda sal mos kelmaydi, chunki futbol o'tda faqatgina gol naqamas-da, chunki ana muxlislar yozadi, sharhlovchi bo'lmoqchiman. Ko'p kim yozganda menga, endi yozdi. Bir-birimizga o'sha Alloh bir-birimizni ro'para qildi, bir-birimizga yozdi menga. Всё keldi. Qo'ldan kelganicha, xo'p, jo'natgan. Men sharhlayman, u qilaman, shu qilaman. 99%, masalan 100 tadan 99 tasi menga nimani jo'natgan, bilasizmi? Golli vaziyatda. Golli vaziyatni sharhlayapti, menga jo'natyapti shu narsani. Mazza o'zi qilyapti, o'zini ovozida. Men unga aytaman, ukam, men sizga savol, Nodir aka, futbolda o'rtacha, srednestatistiskiy o'rtacha hisob qanaqa bo'ladi? 2-1 bo'lsa kerak. 3 ta. Bo'lsin, bilmadim. 2-2, 1-0, 1-2-1, 3 ta gol. Futbol necha daqiqadan iborat? 90 daqiqa. 90 daqiqani 3 ga bo'lamiz. 30 daqiqa chiqyaptimi? Mana sen hozir ovoz bilan golli vaziyatni sharhlading. 3 ta. Mayli 30 soniya. O'zi rolik ham 30 soniyalik. 30 soniya, 30, 1,5 daqiqa ketdi. To'g'rimi? 90 minus 1,5 daqiqa 88
daqiqa 30 soniya. O'sha 88 daqiqa davomida sen nima qilasan? Tushuntira oldimmi? O'sha baqir chaqir уже yo'q. U yerda masalan tahlil, to'p qayerda to'plar anaqa qilish kerak, muomala qilish kerak, pas направо, pas налево, pauzalarda ma'lumot berish kerak, hakamlar masalan qarorlarni tushuntirib berish kerak. Unga tushunarli, chunki kitoblarni o'qigan, masalan, muxlislar yoki tushunmaydi yoki boshqacha qabul qiladi, keyin tushuntirsa, ha, unaqa ekan deyishing kerak. Sen o'sha yerda nima qilasan? Shu joyda men aytmoqchiman, hakkaga mos. Ya'ni u bu yerda zaif emas, yo'q, u ham bo'ladi, lekin uni uslubi ko'proq anaqaga, mana Yuriy Albertovich Rozanov deganda, mani ustozlarimdan biri Jasurbek aka G'aybulayev ovozda men bilan ishlagan. O'zim eshitganimda yoqmadi-da ovozim. Menga aytgan, ovozing mundoq, keyin mundoq qilasan, tushuntirgan. Unga degan, sani ovozing, sen futbolni sharhlayotganingda ko'p tempga berilmagan, ko'p juda ham gapirmagan, sitatalar bilan gapirgin, chunki ovozi chiroyli Ko'bek akani. U sen masalan Otabekdek sharhlamagan, uni ovozi bunga mos, shunaqa demagan, lekin o'sha Bek akaga aytgan, sani ovozing boshqacha, shuning uchun sen bu ovozni как announcer. Ana siz hozir. В синем углу 35-kratный chempion mira. Efir paytida har doim shunaqa gapira olmaydi-ku. Uni bunaqa uslubi bor. Ya'ni aytmoqchiman, dublyaj, tahlil, announcer va hokazo. Shunaqa sharhlovchilar bor, hamma uslublarni bir tekis ishlata oladi. Otabek aka, mana masalan sizga e'lon qilishdi, ma'lum bir o'yinni sharhlaysiz deb, ha? Qancha oldindir e'lon qilishadi. Va sharhlovchi o'yinga tayinlanadi. Tayinlanganda, masalan, meni tasavvurim bo'yicha o'yinlarni eshitamiz-ku. Masalan, o'yinlar toifasi har xil. Boy gaplashdagi milliy futbol, muhim o'yinlar bor. Yoki aytaylik, La Ligada bir o'rta miyani o'yin bor. Hatto hisobini ham oldindan bilsa bo'ladi-da, ya'ni g'olib ham ma'lum, lekin sharhlash kerak. Masalan, aytaylik, Sevilla bilan sal bundoqroq komanda o'ynayapti. Men nomini aytmaymiz, La Liga o'yini ketyapti. Sevilla unga nisbatan ancha kuchli. Birinchi taymda o'yin hal bo'ldi. Hamma bilib turdi, Sevilla yutadi. Lekin efir ketyapti. Qanchadir tomoshabin o'shani ko'ryapti baribir. To'g'rimi? Efir ketyapti. Jonli. Sharhlovchi sharhlayapti. Masalan, o'yinni tempi ham tushdi, hammasi tushunarli. Jadallik yo'q, nariga jamoa bir narsa nima deydi, o'yinga qaytdi deymiz-ku hozirgi tilda. Uni ham harakati yo'q. Masalan, shuna paytda bir qiziq ma'lumotlar aytsa bo'ladi-ku. Masalan, o'yin paytida aytaylik, masalan, Sevilla o'yin qayerda bo'lyapti? Masalan, Ramon Sanchez Pizjuan arenasida. Masalan, arena haqida bir arenada bo'lgan bir ulkan bir voqea bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, mana shunaqa yoki qaysidir aytaylik, masalan, Germaniya Bundesligasida yoki Italiyada masalan mashhur shaxslarni ko'p ko'rsatadi. Tribunada o'tirganda, shunda yirik planda, shunda o'sha joyini ushlaydi-da, ko'rsatadi. O'tmishdagi futbolchi yoki trenerlar, masalan, aytaylik, jamoa o'ynayotdi, trener 5, 10, 30 martalab bitta trener ko'rsatadi albatta. Masalan, o'sha trener haqida bitta ma'lumot topib qo'yish mumkin. Hech kim bilmagan. Masalan, to'g'risini aytish kerak, rossiyalik sharhlovchilarda bu narsa bor. Shunaqa ma'lumotni aytadi, yaxshi ham shu sharhni eshitdim, shu ma'lumotli bo'ldim degan odamda fikr tug'iladi-da, shunaqa bir taassurot qoladi. Bu ham katta gap-da. Sharh faqat o'yinni o'zidagi dinamika emas-da, odam bitta ikkita ma'lumotni olsa ham, misol uchun bu juda yaxshi ijobiy holatda. Shunaqa tayyorgarlik qilgani yaxshi emas. Misol uchun shu narsaga sharhlovchilarimiz qanchalik oldindan tayyorlanadi. Men nimaga bu mavzuni ko'tardim? Ko'pincha bizning sharhlovchilarimiz bu narsaga e'tibor bermayotgandek tuyuladi. Ya'niki, o'yinga kiraman, o'yin bilan bog'liq statistikani olib oladi, o'yin bilan bog'liq o'yindagi qiyofalar, figuralar, o'shalar bilan bog'liq raqamlarni olib oladi de kechiga anaqa, bugungi anaqa vaziyat olib oladi-da, shu bilan olib ketaman deydi. Lekin baribir futbol retro mavzu bor. Kechiga mana o'zing 86-yilga Maradonani esladingiz, o'yin paytida mana desa bo'ladi deb. Shu narsaga ham ozgina masalan intilishsa yaxshiroq bo'lmaydimi? Ya'niki, o'yinga kirayotganda tomoshabinga, tinglovchiga hech bo'lmasa ikkita yangi narsani aytay. Tarixdanmi
yaqin o'tmishdami yoki hech kim bilmagan birorta faktmi, misol uchun qaysidir futbolchini bolaligida bir qiziq holat bo'lgan bo'ladi. Sen efirda aytishga arziydi-ganda, misol uchun o'shani misol uchun topish mumkin. Izlanish. Boya kreativlik dedik. Kreativlik baribir nafaqat ijodkorlik, azgina izlanish hamda. O'sha narsaga e'tibor sal sustra emasmi bizda? Shu masalada nima deya olasiz? Endi hamma narsa nisbiy. Agarda biz hozir o'zimizni o'sha diyorimizdagi shaxlovchilarni va Rossiyadagi shaxlovchilarni solishtirgan holda hech kim mana xafa bo'lmasa, nazarimda o'sha aytganingizdek, Rossiya shaxlovchilari bu masalada nafaqat O'zbekistonga yoki masalan Ozarbayjon bilan solishtirsak mumkin bo'ladi, chunki men ozarbayjonliklarni bir nechtasini eshitganman, kuzatganman, yoki qozog'istonliklar bilan solishtirsak mumkin. Rossiyaning shaxlovchilari ajralib turadi baribir. Masalan, ba'zi joylarda silkalarni, havolani ko'rib chiqasanda, misol men bu havola orqali futbolni kuzatayli deb. Shunda kiraman-da, qarasam, deyman, faqatgina intershum bor ekan, deyman o'zim uchun-da. Keras oradan 1 daqiqa o'tadi-da, top left level. Misol. Ingliz tilida ketyapti, deyarli gapirmayapti. Juda ham yoki gapirsa ham kam gapiradi. Ispan tilida endi ko'proq gol emotsiyalarga beriladi. Lekin o'sha joyda masalan o'ng qanot, chap qanot, oldiga, orqaga, ortga u zarba mamnaqa. Shu aytganingizdek informatsion tomonidan gapiradigan bo'lsak, nazarimda tag'in bilmadim, masalan 210 ta davlat bo'lsa, hammasini men eshitmaganman. Balkim shu kimdir shu bizni eshitsak qoyil qiladi-da bizani. Lekin eshitganlarimdan men uchun o'sha Rossiya shaxlovchilari, ayniqsa o'sha oldingi avlod birinchi o'rinlarda bo'lsa kerak. Shu uchun ular bilan solishtirish bu maksimalkani biz gapiramiz. Xo'p. Endi bu ham uslub, to'ppa-to'g'ri men qo'shilaman, bu uslub, lekin bu uslubini minuslari ham bor. Masalan, men oldin shunaqa voqealarni yozardim, chunki siz meni kvizimga kelgansiz, adashmasam. Bizda kviz, mana aytib o'taman, o'sha kvizlar bo'ladi-ku, savol-javob. Bizda kvizlar bor. Bizda mana yaqinligina bizda o'sha 100-kvizni o'tkazdik, o'sha mana qarang, 5 yilmi, 6 yilmi o'tdi. Savollarni tuzamiz. Bizning savollarimiz nafaqat 1986-yilda qaysi terma jahon chempionatida o'sha kubogni qo'lga kiritdi. Yoki 1984-yilda Fransiya termasi g'olib bo'ldi. Qaysi davlatda yoki mayli jamoa sardori kim bo'lgan? Misol shunaqa savol emas, bunaqa ham bo'lib turadi. Qiziq faktli bo'lgan, to'g'rimi? Ba'zilar savol berishadi, bu qatdan biz bilamiz, qanaqa yechimini topamiz boshida. Keyin o'sha tushunishdi. O'sha qiziq faktlarni topamiz, qidiramiz. Men shu faktlarni bir 6-8 yil oldin efirda aytib turardim, menga yoqardi. Lekin bu uslubdan voz kechdim. Chunki menga o'sha bu faktlar qiziq emas. O'zimga o'sha qiziq emas. Rossiyada Roman Nauguju bor, boshqalardan ajralib turadi, aynan bu uslubda. Nimaga? Chunki masalan siz hozir aytasiz, sizga bu qiziq, chunki men sizni как intellektual odam deb bilaman. Intellektual odam deb bilaman va rus tilini siz mendan nisbatan yaxshiroq bilasiz. Tushuntiraman nimaga? Tushuntiraman. Buni eslatib yuborsangiz, men hozir adashib ketaman. O'sha joyda misol Sevillaning bosh murabbiyi. Misol, u pauza, hisob 5-0, raqibi Almeriya qaytmaydi o'yinga. Misol, hamma narsani u murabbiyni ko'rsatishyapti. Misol, murabbiyga tegishli masala, futbolga ko'proq. U Naguchev aytib berish mumkin. Bu men o'zim hozir o'ylab topgan narsa, o'zi aslida unaqa emas. Masalan, aytish mumkin. Mana bu o'zi qanaqa qilib Sevilla murabbiyga aylandi. O'zi masalan, u Malagada turadi. Bir kuni mashinada safarga ketgan. O'sha mashinada avariya bo'lib qoldi. O'sha mashinada avariya bo'lib qoldi, Sevilla bo'ldi. U yerda urib ketgan boshqa o'sha to'qnashib ketgan mashinani haydovchisi ayol kishi edi. O'sha yerda u bilan urishib ketdi, keyin Sevgi Muhammad bo'ldi. U hozir uni anaqasi shaharda qoldi. Bu qanaqa hayot bo'lgan, misol qanaqadir hikoya. Kimgadir yoqdi. Voy, uni qanaqa bu futbolga janaqa futbol olamiga emas, hozir ko'p o'sha Instagramga chiqadi aytganingizdek. Balkim ularga shunaqa rus tilida lampovoy, atmosferniy hikoya kerak. Tushunyapsiz, Bu ham qiziq-ku. Voy, значит, o'zi Malagalik Sevillaga kelib, Sevillada o'zini Muhammadini uchratib, u o'ylanib, bo'tman oilaviy bo'lib, u qilib, misol. Menga bu hikoya o'sha qiziq emas, Nodir aka, tushuntira oldim. Oldin qiziq bo'ladi. Boshqa qiziq emas. Futbolga tegishli gapiraman. Shu uchun odamlarni aytganingizdek to'ppa-to'g'ri aytdingiz. To'g'ri misol keltirdingiz, tabiati bor o'zini.
o'ziga bu narsa qiziq bo'lsa, mana sizda shunaqa narsa bor. Shuning uchun mana o'tiribmiz-da sizni studiyangizda. Men har xil podkastlarda ishtirok etganman. Turli podkastlarda. Ularni boshqa masalan fonlari bor. Misol sizda mana 1973-yil adashmasam Pele, mana Garincha adashmasam 58 Shvetsiyada, mana 94 Hiroshima bizani termamiz, to'g'rimi? Chunki sizga bu yoqadi. Siz bu atrofida aylanyapsiz. Shuning uchun sizga mos keladigan sharhlovchi o'sha aynan retrolarni eslab yuradigan sharhlovchi deb o'ylayman. Lekin sizdan tashqari, yo'q, sizga o'xshaganlar 5-10% bo'lishi mumkin. Maksimum 20. Qolganlar o'sha aytiladi-ku, massa, o'sha gapirib berayotgan hikoya kimga kerak bu hozir? 1857-yilda bo'lgan narsa, hozir futbol shunaqa ham tanqidlar bor. Chunki men o'qiganman, masalan, o'sha Nagucheva o'z paytida bilasizmi, qancha tanqid qilishgan. Ba'zilar yana uni ustidan uni kinoya qilib, hamkasblari, ba'zilar haqorat qilib aytishgan, sani shu bilgan ma'lumoting musorniy ma'lumot deyishgan. Va eshitganman. Qanaqadir o'sha aqlatni musori olib yuribsan. Shu joyda Nodir aka aytmoqchiman, tangani ikkita tomoni bor. Masalan, odam bu prosta tajribamdan kelib chiqqan holda uchratamiz, ishlaymiz. Shu joyda futbol sharhlovchisi o'zini masalan uslubini ishlatsa, qo'pol gapirganda estrada bo'ladi-ku. Kimdir popsani ijro etadi, kimdir rock yo'nalishi, kimdir repi bor, kimdir klassikasi bor. Nima uchun pop? Chunki populyarni. Eng populyarni ular bo'ladi. Ya'ni eng pop musiqa bu nima degan? Pop degani eng populyarni. Deyarli 100 ta odamda 60 tasiga, 70 tasiga kiradigan. Klassika 70 tasi eshitmaydi. Mana siz klassiksiz. Sizga o'sha 10%, siz o'sha 10% ga kirasiz. Sizga Mozart kerak, sizga men bilmayman nimani eshitasiz, balki eshitsangiz eshitmaysiz. Mozart kerak, Beethoven sizga kerak, masalan Vivaldi kerak, tushuntira oldimmi? Kimdir misol tam bilmadim, Eminem, 50 Cent eshitadi. Umuman eshitmaydi misol Nirvanani yoki tan Queen guruhini. Kimdir faqatgina rock eshitadi. Keyin hattoki o'sha rockda ham har xil yo'nalishlar bor. Rock hardi bor, treshi bor. Xuddi shu narsa futbol sharhlovchilik shular olamida. Это дело вкуса. O'sha masalasi hammaga yoqaman desang, qilolmaysan. Hech qanaqa sohada odam hammaga yoqolmaydi. Sani eshitadiganlar bo'ladi, sani yomon ko'radiganlar bo'ladi. O'zingni uslubingni topasan. Ayniqsa bu qiyin yoshlarga. Boshda va bu zo'r bunga qarab qilaman. O'shani подражать. Ikkinchisiga qarab bunaqa qiladi. Keyin o'ziga anaqaga tushib oladi, iziga tushib oladi. Bizda shu narsa bo'lgan. Shuning uchun bu did masalasi. Men yana qaytaman o'sha narsaga. To'g'ri, tayyorgarlik bo'lish kerak. Har tomonlama aytish kerak. Eng zo'ri masalan efirga tayyorgarlik ko'rib olsanda, oldin bizga o'sha APL sharhlaganimizda stat pack kelardi-da. Stat pack bu degani 30 betli har xil ma'lumot. O'sha hattoki ikkinchi jamoadan asosiy jamoaga tarkibga chiqmaydi. Shunchaki qaydnomaga kiritilgan 17 yasharli bolakay, u haqida, uni oilasi haqida ma'lumotlar bor. Hattoki shunaqa. Uni o'qib chiqasan, ma'lumotni yig'asanda, efir paytida o'sha mana bu stat packdan 1% ni yetib ketsang, bu zo'r. Nimaga? Chunki o'yin shunaqa darajada shiddatli shu tarzda kechgan. Dinamika zo'r bo'ladi. Mamlaqa. Masalan, Liverpool Arsenal nima uchun zo'r? Farqi yo'q, 5-0 bo'ladimi, 5-5 bo'ladi, o'tda otishma bo'ladi-da. Ataka направо, ataka налево. Bu futbolni biza men hozir o'sha rassomlarda bo'ladi-ku, rozовый период, синий период, красный период, ya'ni bu hozir ko'proq pozitiv yozgan, keyin melanxoliya bo'lib qolgan, bilmadim, itti o'lib qoldi yoki yana nimadir bo'lib qoldi. Qashshoq bo'lgan paytda unaqa bo'lgan. Ularni rassomiga qarasangiz, rasmlariga qarasangiz, tushunsa bo'ladi. Ekspertlar beradi deb baho. Xuddi shunaqa narsa bizda ham periodning nazarimda bo'ladi. Mana periodning boshida aytganingizdek farqli, qiziqarli ma'lumotlar beradi. Hozir umuman yo'q. Ya'ni bilaman, aytishim mumkin, aytmayman. Nega desangiz, o'zimga qiziq emas. Lekin bilaman, balki yetib ketaman. Atak asosiy meniki hozirgi kunda asosiy urg'u bu futbol. Asosiy urg'u bu o'sha to'plar muomala qilish bu по-любому. И taktika 3-4-3 masalan yoki 3-4-1-2 yoki 3-4-2-1 farqi bor. Yoki masalan hozir bitta masalan winger masalan 3-4-3 bo'lsa ham ikkita wingeri inside pozitsiyasiga bo'lsa bu yoqadi-da menga. O'sha 3 yilmi ko'proq hozir bunga urg'u qaratyapman. Ya'niki
shu masalada sharhlovchini ko'p jihatdan shu ma'lumotlarni taqdim etishda shaxsiy prioriteti ham katta rol o'ynaydi. Otabek aka, o'sha 15-16 yillarda bir xususiy kanalda xorijiy futbol translyatsiyalar boshlanganda APL bo'ldi, keyin boshqa chempionatlar qo'shildi, keyin 16-yili Yevro olib berildi bu kanalda. O'shanda ruscha sharh bor edi, ruscha sharhi boshida bo'lgansiz va siz bilan birga sharhlovchilar bor edi. Boya eslab o'tdingiz, Jasurbek G'aybullayev birga ham o'tirib sharhlardinglar, tandemda alohida ham sharhlardilar. Keyin Elchin Hamidxani qo'shildilar, ular ham sharhlar. Keyin esimda bor Alek Kan degan yigit. Alek Ben Aleg'i tanımayman. Ben bilib sharhlamagan. u yigit qo'shildi. Bir 3-4 sharhlovchi rus tilida O'zbekistonda bor edi. 22-yilgi jahon chempionatini endi har xil kanallardan ko'rdik, sizni sharhingiz bilan ham ko'rdik. O'sha ayniqsa guruh bosqichida bir kunda 3-4 o'yin bo'ldi-da, o'zingiz olib bordingiz. O'zingiz olib bordingiz. Endi 90 minutlik sharhni o'ylagan odamga o'zi vahima bosadi-da. Umuman sharhlamagan odamga ham o'zi vahima. Siz 3 adashmasam bir kunda 4 ham sharh to'g'ri keldi. Oxiriga borib, nafaqat odam jismonan, ma'nan charchaydi, oxiriga borib ovoz ham o'tirib qoladi. Chunki insonni o'zini zaxirasi bor, insonni imkoniyatlari bor, to'g'rimi? Tabiiy imkoniyatlari bor. Ya'niki o'shanda demak sizga yordamchi, sizning o'rningizni qaysidir ishning hajmini oladigan sharhlovchi bo'lmagan demak. Nega unaqa bo'ldi? Otabek, nima uchun rus tilidagi, chunki rus tilidagi sharh bor O'zbekistonda, to'g'rimi? Masalan, to'g'rimi? Nima uchun rus tilidagi sharhlovchilar yo'q? Nimaga unaqa bo'ldi? Nima uchun? Mana bitta misol 22-yilda keyin play-off boshlanganda Stagnenko keldi. To'g'rimi? Mayli, u endi boshqa bosqich. Lekin bir o'zingizga bitta sharhlovchiga bir kunda 3-4 o'yin to'g'ri kelishi bu noto'g'ri-da baribir. Bu demak bu yo'nalishda nimadir tushib qolyapti, nimadir ishlamayapti. Xo'p, to'pa-to'g'ri zo'r ta'kidlab o'tdingiz. Men qo'shilaman. O'sha paytda men sochilib ketdi dedim. O'sha bu qiyin. Bu muammo bilasizmi nimada? Nodir aka, men masalan o'sha xususiy kanalni hozir eslab o'tdingiz-ku, o'sha joyda ham men kuniga 3-4 sharh bo'lmagan, 3 sharh bo'lgan. Lekin kuniga 3 sharh bo'lgan. Masalan, shanba kuni 3, yakshanba kuni 2, keyin dushanbadan jumagacha dam. Shu joyda gap 4 sharhda emas, bilasizmi nimada? 4 kun ichida 15 sharh bo'ldi. Orasida yana dasturlar bor edi. Men bilmadim. Men hozir tushuntira olmayman sizga bu qanaqa nagruzka bo'lgan. Yomon nagruzka bu, juda ham yomon. Endi savolingizga qaytsak, rus tilida sпрос и предложение degan narsa bor, ya'ni talab va taklif bo'lsa kerak. O'sha talab va taklifdan keladigan kelib chiqqan holda nima desa bo'ladi? Demak, hozirgi kunda shunaqa nyuanslar bor. Ya'ni rusiy zabon sharhlovchilar qachon kerak bo'ladi? O'sha katta turnirlarda, musobaqalarda. Nimaga desangiz, chunki masalan, biz O'zbekistonda yashayapmiz. Bu yerda baribir ona tili, o'zbek tili. 90%. May 80 90% o'zbek tili. Bo'ldi. Rusiy zabonlar o'zi uchun sharhlovchilarni topadi. Ya'ni masalan, o'sha Rossiya kanallari bor, boshqa davlatlar kanallari bor, o'tga qo'yadi, topadi, yo'llarni topadi. Lekin jahon chempionati paytida o'sha kanallar bloklanadi. Chunki bu katta musobaqada-da, rusiy zabonlar ular savol berishadi, nimaga biz ko'rmoqchimiz va sharhlovchi bilan kuzatmoqchimiz. Biz o'rganib qoldik, masalan, o'sha Match TV bo'ladimi, o'sha sharhlovchilarga o'rganib qoldik. Nima uchun sizlar hozir bizani o'sha lishat qilyapsizlar deb biz ko'rmoqchimiz. Bu narsa yo'q. Va o'sha joyda aynan, masalan, o'sha katta musobaqalarda sharhlovchilar kerak bo'ladi. O'sha rusiy zabon sharhlovchilar kerak bo'ladi. Qolgan payt, misol biz hozir eslab o'tdingiz, jahon chempionati 4 yilda bir marta bo'ladi. Yevropa chempionati xuddi shunaqa narsa. Ya'ni 4 yil, mayli 2 yilda bir bo'lsin, bu degani 24 oy davomida, 24 emas, 23 oy davomida rusiy zabon sharhlovchilar janaqa katta sprosda emas. Masalan, boshqa masalan xususiy kanal qilsa bo'ladi-ku, hozir taklif qilsa va o'zi
sharhlovchi emasman. Mhm. Men sotuv bo'limida hali ham shu nimadir sotib yuramiz. Lekin kirdik ko'chadan bizga shu taklif tushdi, ishonch bildirildi. Biza bilmadim, duo qiladikmi yoki yo'q. Mana tajribam уже 10 yil. Bugun nechinchi chislo? Aytgancha 10 yil bo'ldi. Mhm. Mana qarang, sentyabrda birinchi marotaba efirga kirganim sentyabr 2015. Voy. Nodir aka mana qarang, bekor eslamadik shu narsani. 10 yil bo'ldi. Bu ham yubiley. Bu jubiley hisoblanadi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bu ham anaqa ekan, 10 yil bo'ldi. Ya'ni ularga qanaqadir o'sha sharoitlarni yaratib berish kerak. Bir xonalar bo'lishi kerak, ya'ni ishlash kerak, ularni topish kerak, ularga tajriba bo'lishi kerak, ya'ni efirlar amaliyotda bo'lishi kerak. Ko'p narsa kerak shu narsa. Bu bilan kim shug'ullanadi? Masalan, shu har tomonlama bilan o'ylab chiqsak, eng zo'r varianti, eng zo'r emas, приемлемый variant bo'ladi-da, katta tadbirlarga, katta musobaqalarga Rossiyadami yoki boshqa davlatdan o'sha rusiy zabon sharhlovchini bitta ikkitasini jalb etib, chaqirib, O'zbekistonga olib kelib, efir beriladi. Nazarimda shunaqa. Atak. Hozir mana biz o'sha masalani ko'tardik, shu zamon o'zgaryapti. Bizda baribir o'zimizning konjunkturamiz bor. Ya'ni masalan bu tugilib biza o'zimiz ana qarasangiz har xil manbalar bor. Shu Kunuz yoki tam Gazeta.uz va hokazo. Ularni rus tilidagi auditoriyasi kattalashyapti. Ya'ni ular rus tilida aynan bizani o'sha xabarlarni o'qiydi. Dunyoda nima bo'layotgani oldin biz ko'proq o'tga qarardik. Hozir o'zimizga qaryapmiz. Ya'ni masalan ekologiya qanaqa o'zgaryapti, futbolimizda qanaqa o'zgarishlar bor va hokazo. Qanaqa hokimiyatda nimadir bo'ldi. E'tibor qaratgan bo'lsangiz, oldin obunachilarning soni ham 5 mingta bo'lgan bo'lsa, hozir уже 100 mingtaga ketyapti. Ular talab qilyapti, ya'ni o'zimizning sharhlovchimiz bu yerda yashab, ichki muhitni bilib, masalan Rossiyadan hozir kelsa, sharhlovchi o'rnimni beraman. Chunki men Denis Kazanskiy, Roma Gutsayt, meni fikrim bir bosh ustimanda. Argentina bilan Angliya ular sharhlasin, o'zim deyman. Agar lekin O'zbekiston o'ynasa, просто o'zim aytmayman, Nodir aka, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston termasini kim yaxshiroq bo'ladi? Ularmi yoki 10 yil davomida ularni misol nafaqat 6 yil bo'lsin, nafaqat kuzatgan, balki sharhlagan. Murabbiylar bilan uchrashgan, futbolchilar bilan anaqada bo'lgan. Muhit ichida bo'lgan. Muhit ichidagi odam. Mana shu narsa. Bu o'zgaryapti. Shu joyda siz masalan hozir o'rinli savol berdingiz. Balkim o'sha rusiy zabon sharhlovchilar o'zimizdan ham chiqish kerak. Lekin shunaqa shu buyruqmi yoki shunaqa taklif tushmagan. Tushsa agarda albatta qo'limizda kelgancha biz harakat qilamiz, chunki men o'sha orqali nechta 3 tami kelganda, hatto efirga ham chiqqan. Hech kim qolmadi, hech kim ishlamayapti, hech kim sharhlamayapti. Talablar ko'p, nyuanslar ko'p. Kimzani ishimiz ham murakkab ish, qiyin ish. Uni ham bitani aytganingizdek, men eplay olmayman, qani menga bersa, men hozir qoyil qilardim, hammalarni ko'rsatardim. Menga naushnik bergin, okay, 5 minutdan keyin jim o'tiradi efirda. Ya'ni 3-4 ta shu varoq narsalarni yozib, hammasini gapirib tashlaydi-da, distansiyaga marafon bo'ladi-ku, 42 kilometr 195 metr. Shunda 800 metr yuguradi-da, o'ldi. To'xtadi. Bo'ldi, keyin o'tiribdi-da, teri oqyapti, nimani gapirish bilmayapti. U yoqqa yetib keldi-da. Bo'ldi. Mana aytganingizdek, aboti 1,5 soat. 1,5 soat. Bu siz tushunasiz. Muxlislar balki meni tushunmaydi. Nodir aka, siz yaxshi bilasiz. Ya'ni shunchaki mana televizorni qo'yinglar. Shunchaki televizor sharhlovchini o'sha televizordagi sharhlovchini ovozini o'chirib qo'yinglar. 1,5 soat davomida gapiringlar, sharhlanglar. Eng muhim narsa bilasizlarmi? Nimani qilish kerak? O'zini videoga yozib olish kerak. O'zini o'sha videoni o'zi ko'rish kerak. Yoki bitta internetga qo'ysin, muxlislarda feedback olsin. Balkim o'sha joyda ham o'zini eshitadi, aytadi, bo'ldi, tamom. Menga emas ekan. Ko'p bo'lgan shunaqa voqealar, kelganlar, kirganlar, gapirmagan, 3 minut bo'lgan, shu bilan aytdi, knopkaga bosib, voqealar menga emas ekan, chiqib ketgan. Ya'niki, hozir tushuntirgan vaziyat bo'yicha o'sha katta musobaqalarda, ayniqsa jahon chempionatida o'yinlar, boyagi misollarimiz
o'yinlar haddan ziyod ko'payib ketganda ma'lum bir sharhlovchilarga barobar yuklama bo'lishi uchun, bir odam zimmasiga tushmasligi uchun, balki agar shtatga olmasa ham, endi hozir hamma yoqda bari shartnoma bilan session deydi-yu, sessionniy kommentator o'sha chaqirib qanchadir o'sha yo'l bilan balki shu narsani, shu muammoni qanchadir miqdorda balkim yopsa bo'lar. Endi albatta bu ham rahbariyat o'sha vaziyatdan kelib chiqib balkim yana ko'rib chiqilsa kerak. 2018-yilgi jahon chempionatida Xorvatiyani o'yinida Otabek aka, sizni sharhingiz edi. O'shanda Xorvatiya futbolchilarini familiyalarini aytganda urg'usini boshqacha qo'yib aytdingiz-da. An'anaviy hamma o'rgangan Mandzukic emas, Mandzukic. Va endi Modrichga tushunarli. Ya'ni o'zi ikkita bo'g'inli familiya oxirga tushmaydi hech qanaqasiga. Ya'niki o'shanda e'tibor berdim-da, to'xta dedim. Endi soham filolog-da. Bir nechta tilni o'rgatishgan oliy o'quv yurtida. Endi ana o'zimni sohamga yaqin holat. Keyin to'xta dedim. Sharhlovchi shunday degan bo'lsa, demak, bu yerda bir gap bor dedim. O'tirib olgan joyda, nimani o'ylab topyapti bu? Bas. To'xtadim, oxirigacha boraman dedim. Men manbalarni qaradim. Hozir nima bor? Internet bor. Tekshirdim, har xil tillarda manbalarni de. Haqiqatda ham o'rgangan Mandzukic emas, Mandzukic. Qolgan 3 ta bo'g'inli Kramaric, Pulisic, Perisic urg'u birinchi bo'g'inga tushadi. Shuni sharhlovchi Otabek Jo'rayev qaragan, bilgan va shuni efirda to'g'ri talaffuz qilyapti. O'sha nima aytdim? Izlanibdi Otabek aka. Qoyil dedim. Ya'ni juda bir yaxshi fikr bo'ldi va masalan qoyil dedim-da. Otabek aka, bizning O'zbekistonda ruscha efir bo'ladimi, o'zbekcha efir bo'ladimi? Xorijiy nomlar transkripsiyasi. Xorijiy nomlar. Avvalo ism familiyalar, klublar va shu kabi. Bizda masalan hozir biz rus sharhlovchilarini ko'p eslayapmiz, chunki ruscha efir bor, bizga ta'siri bor baribir. Bizning ko'p muxlislar o'zbek tilida gapiradigan, o'zbek tilida eshitadiganlar ham va Rossiyani ham ko'radi-da, o'sha sharhlovchilarni ham eshitadi. Ulardan ham meni nazarimda o'zimni kuzatishlarim bo'yicha ulardan ham doim hamma transkripsiya to'g'ri kelavermaydi. Masalan bitta oddiy misol, masalan Xabi Alonso. Xabi Alonso siz ham bilsangiz kerak, masalan millati bask. O'z ona tilida u Xabi Alonso. To'liq varianti Xabir. Xabi emas u. O'sha Xabi bo'lib bizga boshqa manbalardan kelgan, bizda hamma Xabi deydi. To'g'ri, agar ertaga siz Xabi Alonso desangiz, sizni eshitayotgan 99.9% tinglovchi bundoq qiladi-da. Nima deydi bu deydi. To'g'rimi? Hali bu soxta inqilobga o'xshab qoladi. Soxta avantyuraga-da, ya'niki sharhlovchi o'z ichidan o'ylab topyapti deb. Yoki aytaylik Bavariya klubi. Bavariya klubi nemis tilida Bavariya emas, hammamiz bilamiz. Qiziqqan, azgina to'qnash kelgan odam Bavariya bo'lib, Sovet davridan o'tib kelgan bizga. Bavariya. Chunki Germaniyadagi ma'muriy birlik rus tilida Bavariya bo'lib o'zlashtirilgandan keyin Bayern, nemis tilidagi Bayern klubning nomi aslida o'sha ma'muriy birlik nomiga qo'yilgan. U Bavariya bo'lgani uchun klubning nomi ham Bavariya bo'lib qolgan. To'g'rimi yo'qmi? Bavariya bo'lib qolganda, u Bavariya bo'lib ketyapti. Xuddi shu joyda masalan klassik misol Roma. Romani biz Rim deymiz, chunki u Rim shahrini italyancha atalish. Lekin Romani Roma deyapmiz-ku. To'g'rimi? Napolini Napoli deyapmiz. Geografik nomi Neapol, shahar Neapol. Neapol nomidagi jamoa, klub Napoli. U yerda italyancha variant olinyapti, o'shandan transkripsiya qilinyapti-da. Masalan, Bayern misolida Bavariya bo'lib kelyapti. Uni ham agar ertaga siz efirda Bayern deb aytishni boshlasangiz, Bayern München klubi deb, yana boyiga 99.9% odam tushunmaydi. Lekin biz shunga asta-sekinlik bilan o'tishimiz kerak emasmi? Ya'niki savolimni to'ldiraman Otabek aka. Masalan, siz telekanalda
o'zbek zabon sharhlovchilar, endi ular ko'pchilik sharhlovchilar bilan bir yig'ilib shunaqa narsalar muhokama qilinadimi? Masalan, hamkasblar o'rtasida qanaqa tendensiyalar, qanaqa buni mana bunday qilaylik, mana bunday qilaylik deb shu narsalar ham ko'tariladimi yoki balki shu narsani ham ko'tarsa bo'lar. Chunki bunaqa narsa juda ko'p. Ayniqsa men savolimni yana to'ldiraman. Biz Osiyodamiz. Osiyo Chempionlar Ligasi bor. Ertaga Osiyo Kubogi bor. Osiyo Kubogi saralashlar bor. Boshqa davlatlar, boshqa klublar, boshqa futbolchilar, biz sharhimizda Xitoylar, koreyslar, arablar, misol uchun bo'ldi, meni hozir esimga tushib qoldi. Bir voqea bo'ldi. Osiyo Chempionlar Ligasi bo'lishi kerak. Ikkita o'zbek zabon sharhlovchi tandemda olib boryapti. De? Bittasi Ash-Shabab deyapti. Bitta studiyada o'tirib, bittasi Al-Shabab deyapti. Bir-birini hatto sezmayapti ham. Endi unaqa bo'lishi mumkin emas-da. Yo Ash-Shabab degan, kechirasiz, yo Al-Shabab degan. Bizda hozir arab tilini juda ko'pchilik biladi. Arab tilini yozishi ham, o'qishi ham, talaffuzlarni ham juda yaxshi bilishadi. Hammamiz bilamiz. Al artikli, quyosh harflari bor, oy harflari bor, tovush o'zgarishi bor. Al-Shabab emas, Ash-Shababligini ham hamma biladi. Al-Nasr emas, An-Nasrligini ham. Misol uchun shu narsani bir ko'tarib, shu narsani qandaydir bir qanchadir miqdorda yaxlit unifikatsiyaga olib kelish davri kelmadimi? Otabek, shu masalada qanaqa fikrdasiz? Yo, meni fikrim qanaqa? Siz bilan bizda bitta fikr. Men qo'shilaman, faqatgina nyuanslar bor. Birinchidan, men rusiy zabon sharhlovchiman. Ya'ni meni o'zimni o'sha yo'nalishim bor. Bu sal boshqacha yo'nalishi. Lekin misol o'sha hozir men 2 soat oldinmi shu masalani ko'tardim. Bir kuni 2015-2016 yilda bizga shikoyat tushdi. Bizning nomimizga shu tanbeh berdi bitta muxlis, katta manbada qanaqadir maqolani yozdi. O'sha joyda aytib ketdi. Ikkita o'zbek zabon bo'lsa, Jasurbek Gaybulayev, Jasur aka, Otabek Jo'rayev. Nima uchun efirda Mesut Ozil emas, Mesut Azil deyishyapti. Yomon tanqid qildi. Jasurbek aka shunaqa xafa bo'ldilar, esimda bor. U aytdilar, hatto ketdilar, men boshqa efirga kirmayman dedi. Men turdim, aytdim, ha, xatomanda, noto'g'ri. Nimaga? Chunki maktabda o'qiganimda rus tilida Reduksiya. Yo'q, rus tilida menda nima bo'lgan? Nima deb o'ylaysiz? Rus tilida hali olgan baholaringizmi? Baholarim. Bir narsa deyish qiyin. Xo'p, to'g'ri javob 2 bo'lgan. Adabiyotda ham xuddi shunaqa. Men darslarga kamdan kam kirardim. Nega desa, shuning uchun men qoidalarni bilmayman. Ya'ni, misol, keyin siz yozdingiz. Ответga sizdan tushdi. Shuning uchun men aytaman, siz qoidalarni mendan nisbatan 5 bosh ustun yaxshi bilasiz. Shunaqa narsalarni yozdingiz, o'sha joyda aytingiz, bezudarная a degan so'z bor. Ya'ni o'sha urg'u qo'yiladiganida mana rus tilida moloko degan so'z bor. Lekin rus tilida moloko deyish kerak. Moloko kamdan kam deyishadi, o'sha bitta ikkita hududi bor, ularning shevasi bor. Janubiy aniq laqjalarda olash bor. Bitta hududi bor, Volогодskiy adashmasam, hudud ular o deyishadi. Ular hattoki o'sha o'ga, o harfiga ularda haykal bor, qo'yilgan. Okenya deydi ular. Okenya. Lekin bizda masalan o'sha malako deyiladi. Nimaga? Chunki urg'u o'ga qo'yilmagan. Shuning uchun Otabek deyiladi. Chunki Otabek tushuntira oldimmi? Shu narsani tushuntirib berdingiz, rus tilida shu qoida bor. Ya'ni bundan kelib chiqqan holda Mesut Azilni men to'g'ri aytganman. Ya'ni ko'p narsani men to'g'ri aytayapman, lekin ularni o'sha asoslar, hujjatlar menda yo'q. Bu to'g'ri chiqyapti. Siz tushuntirib berdingiz, aytyapsiz o'sha anaqa saviyasiz qanaqadir muxlis yozdi, nimagadir o'sha sizlar majlisda yig'dinglar. Aslida sharhlovchilarimiz efirda to'g'ri gapiryapti. Ammo o'zimga oldim, bo'ldi, o'qiyman, lekin tushuntira oldim. Men shu joyda nima demoqchiman? Rossiyaliklar bilan ishlaganman. Keyin har xil loyihalarda ishtirok etganmiz. Maqolalarni yozganmiz, naushniy statyalar bizda bo'lgan, kitoblarda ishtirok etganmiz, redakturadan qilganmiz va hokazo. Ya'ni kitoblarni endi ko'p o'qiganman desam noto'g'ri bo'ladi. Hamma narsa nisbiy. Kimgadir nisbiy juda ham ko'p o'qib o'rganman, kimgadir nisbiy umuman o'qimaganman. Ya'ni o'qiganimda xotirada qoladi. Masalan, shu joydan keyin vergul qo'yiladi. Shu joyda masalan bu so'z a orqali yoziladi. Bu joyda sklonение bo'ladi. Bu joyda bo'lmaydi-da, to'g'ri chiqadi. Aleksandr aka Malisheva taniysiz-ku? O'zi aslida filolog. 30 yil xokkey sohasida. 2019-yilda menga endi gapdan gap chiqdi-da, nimadir bo'ldi-da, bolalardan har xil jurnalistlardan maqolalarni yozib beringlar deb iltimos bilan chiqqan.
Men aytdim, xohlaysiz men ham yozib beraman. Yozgin dedi, men yozdim, keyin dedi menga berasan, men o'sha imloviy xatolarni keyin redaktura qilaman deb joylashtiraman. Men jo'natdim, menga yozyapti, отлично, восклицательный знак. Я даже запятой не поправил, deyapti. Bu filolog. Bu ko'p shunaqa narsalar. Bu maqtanish emas, bu просто. Ya'ni qoidalarni men bilmayman. Siz bilasiz, siz tushuntiryapsiz. Безударно, bu nimaga, bu склонение падеж. Men bularni bilmayman, lekin yozganligim uchun, o'qiganligim uchun avtomatizm уже anaqaga qo'yib olsan. Tushuntira oldim. Mana sizda shu narsa bor edi, shu uchun o'sha masalani yopib ketamiz. Endi ustozlarim har xil bor. O'sha Rossiyadan kelgan, masalan, asosiy ustozim Aleksandr Shmurnov. Chirdansev kelgan, undan ancha narsa oldim. Yuriy Albertovich Rozanovdan oldim, Denis Kazanskiydan oldim. Aleksandr aka Yelagin kelgan bo'lgan. Uni qanaqa bo'lgan leksiyasi? Leksiyasi 90% o'sha transkripsiya, urg'u, anaqa qatga to'g'ri qo'yishda iborat edi. Eshitdim, keyin masalan efirga tayyorgarlik ko'ryapsan. Ma'lumotni olding, taktika, kim qanaqa o'ynaydi, qanaqa muammolar bor. Ya'ni futboldan kelib chiqqan holda senda ma'lumot bor. Vaqt bor efirgacha. Nima qilasan? Bo'pti, qani o'qiychi. Endi geografiyada yomon emas edi, ilm bilim. Maktabda nima uchun geografiyani hozir esladim? Chunki masalan Fransiyada bor. Fransiyam tilida 90+% urg'u so'nggi anaqaga qo'yiladi. Oxiriga qo'yiladi. Xo'p, ingliz tilida ikkinchi slovga qo'yiladi. Keyin o'sha Balqon deyiladi-ku, u yerda har xil millatlar, davlatlar bor. Masalan, deyarli bitta xalq, bu serblar, xorvatlar va anaqa bosniyaliklar. Tilda ham ularniki aytadi serbo-xorvatskiy, xorvato-serbskiy. Aytganingizdek urg'u bo'tga qo'yiladi. Geografiyani bilsang, bo'ldi, bu osonroq bo'lyapti. Yoki Belgiyada qanaqa bor? Flamandlar bor, valunlar bor. Valunlar Fransiyaga yaqin bo'lganligi uchun уже avtomatik tarzda shunday futbolchini topding, qayerda tug'ilgan, demak Fransiya bilan o'sha yaqin chegara bo'lsa, ularni shtatlari, hududlari bu degan urg'u so'nggi anaqasiga qo'yiladi. Azar demaymiz-ku, azar. Masalan, Niderlandiyaga yaqinroq bo'lsa, bu degani Tobi Alderweireld emas, Tobi Alderweireld. Shu nyuanslar bor. Osonroq. Yoki afrikalik bo'lsa, qaysi Afrika? Afrikaning g'arb hududlari bo'lsa, Kamerun, Togo bo'lsa, bu degani frankofon. Nigeriya bo'lsa, bu degani anglofon. Shuning uchun Nigeriya Victor Moses emas, Moses. Shu joyda ikkinchi masalan qanaqadir futbolchi bu Onana emas, Onana. U qoidalar 99% joyda to'g'ri tushasan. Anaqa. Bu narsalarni o'zim uchun vaqt bor, o'qib chiqdim. 2018-yilda efir paytida aytdim. Sizga yoqdi. To'g'rimi? Subashich, Mandzukic, Perishich, Rakitic, Kramaric. Endi odamlar yozishni boshladi. Kimdir yozyapti, anu efirdagi saviyasiz, savodsiz shahlovchini tepib haydab yuboringlar. Eshitmamani. Men ikkita variant bor. Senga qulay bo'lgan variant, sen o'rgangan variant yoki to'g'ri variant. Men to'g'rini tanladim. Bo'ldi. Tanqidlardan o'tganman. Ancha-muncha hatto kanaqaga ham kelganimda, keyin Sport TVga o'tganimda, Paxtakor ishtirokidagi uchrashuvni sharhlaganimda Dragan Cheran. Qarasam, Cheran aytdim. Keyin o'sha hujjatlar bo'lish kerak-ku, Superligani anaqa legionerlarni klublarga chiqdim. Press atashelarga chiqdim. Bu uni urg'u xatga qo'yiladi. Bittasi endi aytmayman nomini gapiryapti-da o'zidan. Men aytdim, aka, o'zingizdan gapiryapsizmi yoki aslida shunaqami? Yo'q, biz hammamiz uni shunaqa aytamiz. Men aytdim, aka, iltimos, biz qiyin bo'lmasa, shunday mikrofonni, telefon o'zi aytsin. To'g'ri aytdim. Chunki men o'sha taxminim bor-da, u hozir aka press atashi, o'sha matbuot kotibi noto'g'ri aytyapti. O'ziga qulay variant aytyapti-da. U xuddi shunaqa dedi. Xullas, bir 20tacha, 30tacha qancha legioner bo'lsa, hammasini oldi. Mana hozir PFL shu narsani qilyapti-da. Efirda gapiryapman. Menga boshida aytdi, Cheran emas, Cheran deb deydi. Men aytaman, xohlasanglar Cheran gapiringlar, xohlasanglar Cheran yozinglar. Men Cheran deyman. Tushunyapsiz? Ya'ni hozir mana endi anaqaga ham qaytamiz. Shu joyda kimdir buni, masalan, unga o'sha chirgan pomidor otiladi yoki shlakablok uchadi. Shlakablok o'ldiradi-da, duxi yetmaydi. Tuxumlarga ot oladi. Sanda anaqa sassa hit chiqsin deb-da, u shunaqa otadi-da, bundan o'ch kerak. Menda shunaqa narsalar hayotimda bo'lgan, bo'lyapti va bo'ladi deb o'ylayman. Vot. Mana endi biz misolga kelyapmiz. Men efirda aytmayman, chunki efir ana o'zbek tilida sharhlamayman-ku. Lekin kanalimda men Bayern yozaman.
Bavariya yozmayman, Bayern yozaman. Bayern. Ko'p kim aytgan boshida aka, Bayern emas, Bavariya. Men Bayern, men sportlashmayman, bahslashmayman. Xohlasam Bavariya, men uchun Bayern bo'ldi. Bas. Bayern. Kim OKMK? AGMK demayman. OKMK deyman. Shu joyda hattoki Rusiy zabon hamkasblarimiz bilan bizda urushib ketmadik, lekin anaqa munozara, bahs. Biz tortishdik, chunki ular aytibdi, biz AKMK deymiz. Men aytdim, bo'lmasam CSKA ni, Moskvani CSKAsini men MXSK deyman. Nega? O'shanga MXSK bizning tilimizda bo'ladi. Biz lekin CSKA aytamiz. Abbos Fayzullayev Moskvadagi CSKAda top tepyapti. Yoki yo'qmi? Moskva biz CSKA deymiz. Bu OKMK. Vaqt o'tgach, meni efirimda rus tilida OKMK, rus tilida sharhlab OKMK deyman, AGMK demayman. Qarasa orada 1,5 yil o'tgach, o'sha hamkasblar o'zini maqolalarda OKMK yozishni boshladi. Ya'ni buni kimdir boshlash kerak, buni tizimga qo'yish kerak, buni deyish kerak, u odamlar o'zini fikrini o'zgartiradi. Boshida yoqmaydi, mana yoshligimizda biz nima aytardik? Yohan Cruyff yoki masalan Alfredo Di Stefano. Mana bizning adalarimiz, otalarimiz shunaqa deyishgan. Aslida Yohan Cruyff, Alfredo Di Stefano, urg'u, Di Stefano emas, Di Stefano shu narsalarni qilsang yoki yana qayerda nima bo'lgan? Hozir keladi. Kluivert aslida nyuanslar bor-da, u yoqmaydi, aka, yoqmasa eshitmang, yoqmasa nanaqa haqorat qilmang, chunki aslida bu Kluivert. Siz masalan Kluivertga o'rganib qolgan bo'lsangiz, siz o'zingiz aytasiz-ku, savodsiz. Demak, men savodli bo'lishim kerak. Rossiyada to'ppa-to'g'ri aytib o'tdingiz, 80% ular nimaga urg'u qaratishadi? O'sha qulaylikka. Qanaqa qulay bo'lsa, unaqa gapiradi. Bu narsada Vasiliy Utkin degan. Ba'zi bizning sharhlovchilarimiz asli o'sha tevaga yetib boradi, to'g'ri gapiradi. Asli ularni haqorat va tanqid qilasizlar. Lekin u to'g'ri aytayapti. Men deyapti, noto'g'ri aytayapman, lekin menga qulay variantini tanladi. Ularni temayli deydi-da. Masalan, o'sha Yelagen ba'zan aqada ular hattoki Norwich City, Norwich nyuanslari bor-ku, shunaqa deyish aytadi. Bordi, o'rgandi, telefon qildi. Nimaga teyapsizlar yoki Voytsix chestni u aytdi-ku, xohlasa chestni degan. Masalan, meni Etabek deyishadi. Вообще farqi yo'q menga. Xohlasa Etabek degan, xohlasa Etabek. Lekin kimgadir bu nyuans juda ham важный, juda ham o'sha muhim, o'sha bundan fojia qiladi. Shu joyda endi aytganingizdek, vaqt keldimi yo'q, men bilmayman. Ya'ni men shu savolni sizga o'sha aslida men sizga savol berishim kerakda. Siz menga emas, men sizga, chunki siz efirda urg'ularni noto'g'ri qo'yadigan bo'lsangiz yoki sizga qulay variant bo'lsa, bu o'zi aslida noto'g'ri bo'lsa, e'tibor qaratmayman. Umuman, men sharhlovchini eshitsam, mana yaqinligida shu narsa bo'ldi, aytmayman kanalni, aytmayman sharhlovchini, tanimayman даже uni. Lekin 100 ta sharhlov eshitgan sharhimdan 99tasiga e'tirozlarim yo'q. Rozi emas, spokойно men eshitaman, menga xalaq qilmasa bo'ldi. O'sha joyda masalan sizga xalaq qilyapti, boshqalarga yoki siz masalan shu joyda to'g'ri, masalan, давайте biz to'g'ri akademik uslubidan kelib chiqqan holda to'g'ri qilamiz deyapsiz. Siz Mirzahakim aka, To'xta Mirzayev, masalan, Rustuli aka, sizlar hammanglar o'sha yig'ilib filolog tomonidan sizlar kuchlisizlar-ku tilda qilamiz deb o'sha yangi kelayotgan avlodga ularga qilishinglar kerak. Chunki to'ppa-to'g'ri aytib o'tdingiz, bu qayerdan olingan? Rossiyadagi Rusiy zabon filologlar juda ham kuchli. Bu masalani ular ko'rib chiqishadi har tomonlama. Masalan, kim nima desa, masalan, rus tili birinchi 5talikka pastga tushmayapti. Dunyoda, chunki kontenti ko'p. Masalan, ingliz tilida kuchli kontentlar, ingliz tilida men o'zim uchun olaman, boshqa tillarda kontentlar kuchli. Rus tili birinchi 5talikka kiradi deb o'ylayman. Mana o'sha joyda o'zbek tili ham bu narsani rivojlanish kerak. Qo'shiladi. Bizda masala ko'tariladimi yo'qmi? Ha, ko'tarildi. Mana yaqinda Viktor va uni jokerish baribir deyman. Mana hamkasblarim har xil variantlar bor. O'zbek tilida qanaqa deymiz deyishdi. Jokerish deyishdi. Nima uchun jokerish deyman? Chunki Shvetsiyada yashayotgan bo'lsa ham uni tevi vengriyalik. Vengriyalik bo'lganligi uchun uni ikkita varianti bor. Dodasi vengriyalik bo'ldi. Jokerish. Endi bu yerda jokerish qulay, shuning uchun men uni jokerish deyman. Biza bir
kanalimizda bir ko'rsatuv qilganda 2000-yili Portugaliya terma jamoasiga o'shanda Germaniyaga hat-trik qilgan Sergio Conceição deyishardi. Conceição. Portugal tilida ao diftongi yo'q. Tepasida to'lqincha qo'yiladi-da, u talaffuzda dimog'dan on bilan, on oxiri shunaqa tugaydi. Endi aoga ham o'rgangan, ingliz zabonlar ham ao bilan aytadi, rusiy zabonlar bilan ao bilan aytadi. Men o'sha ko'rsatuvimda shortslari ham chiqdi. Sergio Conceição desam e'tiroz bo'ldi. Juda ko'p odam o'sha joyga bilmasangiz nima qilardingiz gapirib, bu mavzuni ko'tarib, men keltirib berdim asos qilibdi. Conceição. Ya'ni boya siz aytgandek, o'zimizdan hech bo'lmaganda o'zimizdan to'g'ri variantda taqdim qilishimiz kerak. Keyin bir yigit yozdi, aka dedi, men boshida bu aka xato qotdilar degandek o'yladim, lekin o'ylab qaradim, menimcha gaplari to'g'ri shekilli degan komment ham bo'ldi. Izoh ham bo'ldi-da. Ya'niki siz aytgan bitta odam tushunmaydi, lekin bittasi tushunishni boshlaydi, ikkinchisi tushunishni boshlaydi, sekin-sekin bu narsani qiladi. Chunki Fransiya 98da o'sha Parijskiy taymi bo'lardi. Gusif kim edi? O'shanda anaqasi har kunlik kundaliklar. O'shanda Braziliyada ishlagan Igor Fesunenko degan uzoq yil ishlagan jurnalist bor. Jurnalist, sharhlovchi, futbol haqida ham kitob yozgan, Pele bilan do'st bo'lgan. O'sha jahon chempionatiga kelishadi-ku, turli yulduzlar, sobiq yulduzlar o'shanda tanishtirdi. Sobiq, endi rus tilida olib boryapti. Sobiq jahon chempioni, sobiq futbol yulduzi, braziliyalik to'pas futbol afsonasi Tostan dedi. Tostavo demadi, Tostan dedi. 5-6 martalab intervyu oldi, gapirdi, tarjima qildi. Tostan, faqat Tostan. O'shanda birinchi signal bo'ldi, to'xta dedim. Bu odam Braziliyada 30-40 yil yashab qo'ygan. O'sha yerda Portugal tilini sudi qilib ichib o'rgan odam. Bekorga gapirmadi bu dedimda. Haqiqatda shunaqa bo'lib chiqdi. Ao degan diftong yo'q. An deb o'sha dimog'ida Portugal tilining xususiyatlarini bilasiz. Shu narsani yetkazish kerak-da baribir. Otabek aka, milliy terma jamoa oxirgi paytda jahon chempionatiga chiqdik. Bu yoqqa 8 oydan sal ko'proq vaqt qoldi. Toshkentga Paulo Bento keldi va shunda juda katta hype bo'ldi. Zamonaviy tilda shovqin ko'tarib yuborishdi. Milliy terma jamoamizga mahalliy trener bo'lish kerak, murabbiy. Prinsipial masala ko'tarildi. Gap Timur Kapadze yaxshi yoki yomon yoki torta oladi ma'nosida emas. Mahalliy trener bo'lsin va jahon chempionatiga o'zimizning trener olib borsin degan juda ko'p blogerlar, sharhlovchilar gapirdi, jurnalistlar gapirdi. Qanday qaraysiz bunga? Qisqa bir ixcham shaklda. Xo'p, Nodir aka, bu masalada menda boshqa ma'lumot. Sizda misol boshqacha sizga tuyulyapti. Meni bilishimcha, o'sha aytganingizdek, men jurnalistlarni taniyman, sharhlovchilarni, keyin muxlislarni 50-50 fikr. 50-50 chiqyapti. Ba'zilar aytishyapti, chet eldan olib kelish kerak, ba'zilar aytyapti, mahalliy, endi mahalliy variantlar faqatgina Timur aka Kapadze, uni qoldirish kerak. Meni fikrim qanaqa? Meni fikrim quyidagicha, ya'ni men bizani maqsadlarimizdan kelib chiqqan holda aytmoqchiman, biza guruhdan chiqishimiz kerak. Inshaalloh 80% deb o'ylayman. Nimaga? Chunki biza qur'a tashlash marosimidan keyin biz bilishimiz kerak. Biz guruhni bilmaymiz-ku hali. Lekin yaxshi niyat qildim, biz guruhdan chiqishimiz kerak. Endi bu vazifani kimga yuklash kerak? Mahaliymi, chet eldagimi? Uje bu narsaga bitta mas'ul chiqib, o'zini bo'yniga olish kerak. Muammo bunda hozir. Ya'ni hech kim aytmayapti, nimaga shu narsa chiqdi, qanaqa rivoji bo'ladi, hech kim aytmayapti. Bitta chiqish kerak edi, aytadi, mas'uliyatni o'zimni bo'ynimga oldim. Chet eldan olib kelamiz, o'sha o'zini nimaga shu dalillarni, argumentlarni keltirish kerak. Bo'ldi. Men qo'llab-quvvatlayman. Nimaga desa, chunki futbolimiz rivojlanyapti. Qarasangiz, endi ba'zi joylarda nyuanslar bor, minuslar bor, ko'p, lekin pluslar ham ko'p bor. O'sha joyda tizimi ham ishlayapti. Birdaniga mana futbolchilar, yaxshi futbolchilar yoki birdaniga yaxshi natijalarni faqat milliy termada, balki Olimpiya termada, balki masalan U20, U18, U17 hammada chiqyapti. Klublar ham mana sekin-asta o'sish bor, Superligada bor. Ya'ni bu degani tizimi ham o'zini hissasi bor. Bitta chiqish kerak, o'sha mas'ul odam o'zini bo'yniga olish kerak, bu masalani yopib olish kerak. Shuning uchun menga qolsa farqi yo'q. Timur akani taniymiz, yaqindan taniymiz. Shu uchun uni qo'llab-quvvatlaymiz.
shu joyda aytmoqchiman, endi savolingizga masalan dangal javob bering. Shu joyda biza har doim solishtirishimiz kerak. Masalan, ertaga misol Carlo Ancelotti keladi. Aytadi, O'zbekiston termasini jahon chempionatiga olib boramiz yoki Timur Kapadze. Meni fikrim Carlo Ancelotti. Hurmat saqlagan tarzda biza yaxshi taniymiz, zo'r mutaxassis Timur aka, Carlo Ancelotti. Lekin shu joyda misol Lyuksemburg yoki Liechtenstein hurmat saqlagan tarzda yoki misol Tanzaniya termasi bilan ishlagan murabbiy keldida, o'zi aslida Belgiyada tug'ilgan, ular bilan ishlagan keldida, pasportida prosta chet ellik bor. Men olib boraman desa, "Va sen qayerda ishlagansan? Sen kimsan? Qani seni biza rezyume deyiladimi? Bunaqa darajadagi murabbiy, ya'ni masalan, Bora Milutinovich, 5 ta har xil termalar bilan jahon chempionatida ishlagan va hokazo. Ya'ni argumentlar bo'lish kerak. Ya'ni chet ellik bo'lib, bo'tga kelib, yana Paulo Bentoni aytasiz, ha, qarasak Portugaliya bilan o'xshamadi. Umuman, lekin Janubiy Koreya bilan guruhdan chiqdi, o'lim guruhidan chiqdi. Masalan, bu saralash bosqichida bizga yutqazdi. Endi bizga yutqazib, guruhdan chiqmay, hozir endi bu kelib bizani anaqamizni termamizga bosh murabbiy bo'lmoqchi. Bu qanaqa variant? Ya'ni bu yerda konkretniy faktlar bo'lish kerak, konkretni solishtirishimiz kerak. Agarda Slaven Bilic yoki Timur Kapadze, men uchun Timur Kapadze. Yakim Löw yoki Timur Kapadze. Men aytdim, Yakim Löw kelganida zo'r bo'lardi. Yakim Löw bosh murabbiy, Timur Kapadze assistent bo'lsa, men uchun bu yaxshi variant. Uni tajribasi bor, uni nomi bor, uni avtoriteti bor. Bu ham kerakli narsa. Yu shu masalan aytadi, bu yerda yashash kerak, unaqa qilish kerak, bitta xonada 4 ta futbolchi balkim yashash kerak. Bu narsani ichidan biladi-da, u jahon chempion qilgan. Nyuanslar juda ham ko'p. Lekin bizning mentalitetimiz bor. Mentalitetimizni Timur aka yaxshiroq biladi. Simbioz bitta qilib, ya'ni biz katta sahnaga chiqib, endi u yerda baribir anaqa mensmanlik degan narsa bor-ku, mana siz iPhone bilan, misol iPhone ni qo'yamiz, bizada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bitta telefonni qo'yib qo'yamiz. Hattoki bizning telefonimiz yaqin bo'lsa ham, baribir iPhone ni brendi bor-da. Men aytmoqman, hozir anaqalarni aytmoqman-da, xarid qiluvchilarni aytmoqman. Shu joyda jahon chempionatiga yo'l olganimizda, o'tib chiqqanimizda nyuanslar ko'p bo'ladi. 1000 ta nyuans, 100 ta kamida nyuans bo'ladi va shu nyuanslarni yopib ketadigan avtoritet kerak bo'ladi. Shu uchun chotki javob yo'q, chet ellikmi yoki bizaniki, konkretni gaplashish kerak. Qanaqa savol qo'yiladi? Carlo Ancelotti yoki bizaniki, Yakim Löw yoki bizaniki, yoki masshtabi qarash kerak. Slaven Bilic yoki Timur aka. Men uchun Timur aka. Yoki keyingi shu anaqalarni Kasper Yulberg shu Timur aka. Timur aka masalan. Qarash kerak-da, solishtirish kerak. Lekin bu bitta mas'ul chiqish kerak, aytish kerak, men bu mas'uliyatni o'z bo'ynimga yukladim. Javob men beraman. Bo'ldi, u yog'ini biz qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'niki endi o'z fikrimni ham qo'shib o'tsam, shu masalada ertaga jahon chempionatiga borganda, tasavvur qilaylik, O'zbekiston boshqa birinchi marta chiqqan terma jamoani kuzatyapmiz. Hamma o'yinni ko'ramiz iloji boricha-da. Biz uchun nima qiziq? Bu terma jamoa qanday o'yin ko'rsatgani qiziq. Maydon chetida qaysi trener turibdi? Mahalliymi, Yevropadanmi yoki boshqa mintaqadanmi? U bir bilmam nechinchi plandagi masala. Terma jamoani jahon chempionatiga qanchalik tayyorligi, qanchalik zamonaviy, raqobatbardosh futbol ko'rsatishi. Tomoshabinga shu qiziq birinchi navbatda. Yaxshi natija ko'rsatgandan keyin trener qiziq bo'ladi. Qaysi trener olib keldi bularni? Mahalliymi yoki taniqli, masalan, boshqa g'arbdanmi, yevropalikmi? U keyingi masala-da. Shuning uchun men u fikrimcha hozir tendensiya futbol juda rivojlangan. Jahon chempionati bu 4 yilda bir marta bo'ladigan katta forum, katta futbol festivali va jamoa o'zining, ya'ni milliy futbolni yuzi bo'lsa, terma jamoa, milliy terma jamoa eng yaxshi jihatlarni, eng zo'r taraflarni ko'rsatish kerak, o'sha namoyon qilish kerak. Chunki bu imkoniyat 4 yilda bir marta bo'ladi. Shuning uchun shu taraflama yondashuv bo'lsa, menimcha o'sha trenerni tanlashda mahalliymi, chet ellikmi, prinsipial bir devor qo'ymasdan, ya'niki bizni shu futbolni ko'rsata oladigan, shu futbolni ta'minlab bera oladigan trenerga nima deydi, prioritet berilishi menimcha biz o'shanda hammamiz yutardik-da. Ertaga qaytib kelganda, jahon chempionatidan qaytib kelganda jahon chempionatiga bekorga chiqmabmiz. Uyaltirmadi yigitlar. Eng muhimi shu menimcha. Qaysi trener bilan qilgani emas, o'yinni sifati, o'yinni raqobatbardoshligi va jahon chempionatida o'sha O'zbekistonni
nomini munosib darajada himoya qilib olgan. Menimcha shu prioritet bo'lsa kerak. Aynan trener kim bo'lgani emas, ya'niki mahalliymi yoki chet eldanmi. O'sha narsani ta'minlab bera oladigan trenerga ustuvorlik berilsa, menimcha shunaqa yondashuv bo'lsa to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman-da. Fikrim. Oltin to'p egasini topdi sovrin. Fikringiz qanchalik bu haqqoniy bo'ldi yoki siz nimani taxmin qilgandingiz qisqacha? Endi oltin to'pi to'g'risini aytsam, so'nggi 10-15 yilda davomida janaqa ularni natijalarga men e'tibor qaratmayman. Haqqoniy nimaga? Chunki o'ta tizim bor. Jurnalistlar, futbolchilar, murabbiylar o'z fikrini bildiradi. Ba'zi futbolchilar futbol umuman kuzatmaydi. Ba'zi murabbiylar ham bir qanaqadir o'yinlarni kuzatadi. Baribir xayolida brendlar qolgan. Ba'zi jurnalistlar kuzatmaydi futbol. Masalan, sizdek yoki mendek misol. Shu uchun lekin bu fikr, bu shunaqa tizim. Bu masalan mana deyiladi-ku, bitta, ikkita, 10 ta odam emas, 200 ta qanchadir odam. Kimdir aytadi, bu yerda afrikaliklar qo'shilgan, aytishdasan, bizani Afrika anaqasiga berasan. Bu ham normal holat, chunki bizda ham xuddi shunaqa narsa bor. Bizga kelsa, Qirg'iziston qo'shnilarimizga beramiz, Qozog'istonliklarga beramiz. Ular ham xuddi shunaqa narsa beradi. Ya'ni u har tomonlama har birga shu udovlетворить qilish qilolmaydi hech kim. Shuning uchun men o'zi oltin to'pga normal qarayman va bir necha yil oldin mana hozir Usmon Dembele, Lamin Yamal. Usmon Dembele olgani haqqoniy. Bu deyarli o'sha bir xil bo'lgan-da. Masalan, nima uchun Rafinyaga 5-o'rin berishdi yoki Pedri 11-o'rin yoki keyingi 13-o'rin misolda savollar bor, lekin o'sha birinchi o'rinni aytamiz-ku yaqin. Bu boshqa vaziyat bo'lgan. Lewandowskiga nimaga berishmadi? O'sha koronavirus paytida bersa bo'lardi. Yoki keyingi 20-yilda. Da, bersa bo'lardi. Bir ikkita shunaqa savollar bor. Atak v целом men aytaman, kim olsa ham tizim bor. O'sha tizim orqali ular baholanib, ovozlarni beradi. Shuning uchun men umuman muxlislardek bu masalaga chuqur qaramayman. Shaxlab bering deyishadi, shaxlab beraman. Asoslar nimaga bormi? Bor edi. Nimaga uchun Dembele? Chunki hamma turnirlarda g'alaba qozonishda, eng muhimi Chempionlar Ligasini qo'lga kiritdi. Aynan bu yili zo'r o'zini namoyish etdi. Keyin PSG bu Fransiya jamoasi, keyin bu France Football bu Fransiya, anaqa Fransiya o'tdi. Yo'q, biz ham kulyapmiz-ku, lekin masalan 50 ga 50 bo'lsa, Real futbolchisi bo'lsa va misol bu joyda Ajax futbolchisi bo'lsa, Realga berishadi. Barselona futbolchisi bo'lsa va shu joyda 50 ga 50. Men aytmayman, katta ustunlik Ajaxda bo'lsa. Masalan, bu yerda bilmadim, Sassuoloni bu anaqa bo'lsa, u anaqaga beriladi. Bu yerda shu yerda esa PSG, Hilaifi mablag'ga majratyapti. Nyuanslar ko'p. Shu joyda 50 ga 50 sen nokaut bilan yutishing kerak. Chunki hakamlar masalan jahon chempionatida Liverpoolda o'tyapti boks bo'yicha. Misol, hakam qayerda o'tyapti? Angliyalik chiqyapti, O'zbekistonlik chiqyapti. Misolda 50 ga 50 bo'lsa unga berishib yuboradi. Hattoki 55 ga sal ustunroq ham bo'lsa, unga berishib yuboradi. Nima qilish kerak? Pachag'ini chiqargan. Mana bunaqa bo'lishi kerak. Shu joyda oltin to'pni ham shunaqa. Otabek aka, kanalimiz Retro futbol, o'tmish futboli. Siz ko'rgan birinchi jahon chempionati 86-yil Meksikada. Meksika. Qanaqa taassurotlar qolgan? Mana Meksika 86 desa, sizga nima birinchi navbatda esingiz keladi? Endi birinchi muhabbat nima bu? Xuddi shunaqa birinchi ko'z ochib ko'rganim. Yo'q, men o'zi birinchi futbol adashmasam 84mi, 85-yilda ko'rganman. Shu 84-yilda adashmasam SSR sobiq ittifoq chempionatini Zenit yutgan. 84da. 84da, to'g'rimi? To'g'ri aytdim. Xo'p. Keyin birinchi jahon chempionati o'sha 86-yil Italiya birinchi o'yin Bolgariya bilanmi? Kim bilan o'ynagan? Ochilish o'yini. 1-1. Altobelli mana o'sha birinchi futbolchi. Javob to'pi Sirakov urdi. Mana anaqa jamoalar sobiq ittifoq termamizga muxlislik qilganmiz. Kanada, Vengriya, Fransiya birinchi o'sha noadolatlik, adolatsizlik Belgiya bilan. Hattoki Belgiya futbolchilar ham aytishdi-ku. Nimchorakdagi. Da, Belgiyalarga qarshi konkretno o'ldirishdi-ku o'sha jamoani. Bu men uchun juda ham kuchli jamoa edi. Bu nafaqat men uchun, raqiblar ham tan olishgan. Ular sobiq ittifoq termasi o'sha tepaga boshga. Ya'ni o'sha futbolni men ko'rganman. Germaniya termasi finalda Argentina bilan o'ynagan. Maradona, endi Argentina haqida biz ko'p gapiramiz, lekin nazarimda kuchli jamoa emas edi. Aynan Maradona
hissasi Maradona roli. Xizmatlari evaziga U Maradona qilib berdi Argentinaga 80. oxirgi o'sha 3-golni urganda ham Bruchagaga chiqarib bergani bitta pas bilan endi daho futbolchida. Da, shunaqa. Otabek aka, podkastimizda bir an'ana bor. O'zingiz o'yinlarni ko'rgan futbolchilardan terma jamoa tuzib berasiz. Xo'p, darvozabon Gianluigi Buffon bo'ladi. 4 ta himoyachi, Aha, o'ng qanot Cafu, chap qanot Roberto Carlos, aha. markazda Paolo Maldini va Franco Baresi. Ikkita tayanch zonada ikkita futbolchini qo'yamiz. Ikkita futbolchi bu, значит, Lothar Matthäus bilan Zinedine Zidane. 3 ta hujumkor, yarim himoyachi. No, endi hujumchi desa ham bo'ladi. O'ng qanot bu Leo Messi, chap qanot Cristiano Ronaldo, hujumchini ortida Maradona и hujumchi pozitsiyasida Ronaldo. R9. Ana zubastik. Braziliyalik Ronaldo. Da. Bu aynan men ko'rgan, chunki masalan o'zi aslida darvozabon Yashin men uchun, hujumda Pele men uchun и Beckenbauer, lekin men ularni ko'rmaganman, ya'ni men ko'rganman zapisda, jonli efirda ko'rmaganman. Shuning uchun bu terma nazarimda aynan o'sha har tomonlama futbol, ularni ko'rsatgan futbol, keyin unvonlar va hokazo, keyin futbolda qanaqa izi qoldirgan o'sha nomlar. Lekin bundan tashqari menga yoqadigan, aynan ko'rganman, ular balkim bu termaga tushmaydi, lekin men ularni ko'rganman. Ular men ularni endi yoqadigan futbolchi xolasangiz, ularni ham chizib beraman. Qabul qildik. O'zingiz ko'rgan, hali qo'yilgan savol bo'yicha terma jamoani qabul qildik. Otabek aka, ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun, qiziqarli, mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Ishlaringizda, ijodingizda omad yor bo'lsin. Nodir aka, rahmat taklif qilganingiz uchun. Aziz do'stlar, podkastimiz nihoyasiga yetdi. Izohlar va mulohazalaringizni qoldiring. Albatta biz ularni o'qib chiqamiz. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolaman. Omon bo'ling.